Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlar. Ekranımızga hoş geldinglar. Yaqinda hammamiz diqqat qilib kelyapmiz. Hozirgi qiziq nuqta yanada sürgünlük hukumat bo'lyapti. Buningda ham bir komissiyon qurilgan edi. Bu komissiyon bir mezgil o'z xizmatini olib qolgandan keyin yaqinda ijtimoiy taratqularda özünün kararını e'lon qildi. Buni menimcha qarindoshlarımızın mutlaq ko'p qismi o'qidi deb qarayman. Shundaqdimi? Bugungi tema shu haqda bo'lg'achqa bu qarorni oldi bilan bir o'qib o'taylik. Bu qarorda komissiyonning qarorida mundaq deyilgan. Komissiya navbatdagi talash tartishni xalqning irodasi bo'yicha milliy manfaatni chiqish nuqtasi qilgan holda va hukumatning bir bütünlükini saqlab qolish oldingi sharti ostida yuqorqi uch tarafni, ya'ni hammamiz hozir biladigan uch tarafni barliq faoliyatlarini to'xtatishni va kabinetlarni tarqitib etishni tavsiya qiladi. Komissiya navbatdagi Sharq Turkiston surgundi hukumati haqida bo'layotgan talash tartishni to'xtatishning va hukumat ichidagi turaqsizlikni, ma'lumotchilikni ve parçalanışını tuzatishning eng muvofiq chorasini xalq yetakchiligidagi umumiy xalq saylami deb qaraydi. Ya'ni komissiya xalqning irodasi bo'yicha milliy manfaatni chiqish nuqtasi qilgan holda va hukumatning bir bütünlükini saqlab qolish oldingi sharti ostida uchga bo'lingan hukumat tarafdorlarini barliq faoliyatlarini to'xtatishni va kabinetlarni tarqitib etishni tavsiya qiladi. Shundaqla umumiy xalq saylami bilan birlikka kelgan bir hukumat ta'sis qilishga chaqiradi. Shunga komissiya butun xalqning nazorati ostida ilib berilgan saylam faoliyatining pat arada o'tkazilishini talab qiladi. Komissiya faqat ochiq oshkora ilib berilgan va hozirgi hukumatning ichki sirtliklarining demokratik usulda ilib berilgan saylamga qatnashish va saylamdan keyin saylanganlarga mutlaq ergishish orqali ushbu talash tartishlarga xotima belgili bo'ladi deb qaraydi. Mazkur saylamni utuqliq o'tkazish uchun komissiya boshdan oxiri nazoratchilik funksiyasini o'taydi. Agar qaysi taraf ushbu chaqiriqqa ovoz qo'shishni rad qilsa yoki uningga qarshi chiqsa, komissiya xalqni ushbu tarafning barliq faoliyatlarini boykot qilishga va jamoatni ularga besim qilishga chaqiradi. Agar hamma taraf ushbu taklifni qabul qilishni rad qilgan ahvol ostida komissiya bu suhbatning umumiy jarayonini jamoatga to'liq bilan e'lon qilib, o'zining bu qatamliq xizmatini oxirlashtirganligini jakolab chekinadi. Bu qaror e'lonlangandan keyin bu qaror uch tarafga avatilganki, bu qarorda bunday yozilgan bu komissiyonning kelimsida hozirgi bosqichdagi navbatdagi vaziyat. Hükümetin yuqorida ismi zikr qilingan va suhbatlashilgan shaxslarning hammasiga mazkur qaror yo'llab berildi. Vaholanki ulardan faqat ikki javob keldi. Biri Eliyar Jamshidinning umumiy vaziyat haqida to'xtalgan, ammo kelgusiga qarata hech qanday plani bo'lmagan so'zi. Yana biri Anvar Yusuf Turanining komissiyadagilarga haqorat qilib, tahdid aralashgan yozmasi. Komissiya onun haqoratiga tegishli javob berdi. Komissiyamiz buni shundoq tushundiki, G'ulom Osmon tarafining oldini ola bekitilgan saylamni bekor qilish o'yi yo'q. Anvar Yusuf Turani va Ismoil Chengiz apandilarning hech qaysisining bu xil ahvolda o'rtaq bir plan bilan hukumatni qayta qurib chiqishga qiziqishi yo'q. Demakki, hech qaysi taraf o'zining hozirgi maydonini va bir-biriga bo'lgan qarshi va pozitsiyasini o'zgartirishni xohlamaydi. Ular uchun o'zining maydonida birdan bir to'g'ri maydon, boshqalar ularning maydoniga kelish kerakki, hech qaysisi bir-biriga yo'l qo'yib, o'ttirg'a qarab bir qadam birlashishni xohlamaydi. Bu xil ahvol ularning o'ttirsidagi munosabatning texmo qatmanlashishi va o'tkirlashishini keltirib chiqarish ehtimolligiga ega deb yozilgan. Bu komisyonning qarori ko'pchilik menimcha mutlaq ko'p qismi o'qidik. Shundaqdimi
Bugun taklif qilingan mehmonlarimizdan javob berish uchun bu qarorni qayta o'qib chiqdim. Baya tilga ilingandek bu qaror üç tarafga avatilgandan keyin javob kelgan ikkala taraf bor. Birisi Elyar Chamshiddin apandim bunga javob beribdi. Yana birisi Anvar Yusuf Turani haqorat aralashgan bir javob beribdi. Ham nima tahdid o'xshaydi. Bugun endi mushu haqda konkret bir uchur edish hem bundan keyingi ishlar qanday bo'lishi haqida xalqimizni xabarlantirish uchun hozir uch tarafdan biri otilayotgan hozirgi hukumat, mavjud hukumat tarafdan Elyar Chamshiddin apandi bilan Umid Sabir Uyg'ur qarindoshimizni ekranga taklif qildik. Bunun da aldı bilen bu kararda yazıldığında Elyar Chamshiddin apandim cevap bergen iki taraftan birisiga, yana birisi Anvar Yusuf Turani qo'pollik bilan javob qildi, hatto haqorat qildi. Bunun da Elyar Chamshiddin apandi ekranimizda bor. Bu haqda Elyar Chamshiddin apandining o'z og'zidan anglasak, ya'ni siz qanday javob berdingiz, uningdagi sabab nima? Assalomu alaykum ekran oldidagi bütün qarindoshlar. Jasorat bugungi ziyorat qilganingiz uchun rahmat. Buningda men umumiy o'zimningki istaklarini, orzularini, hukumat qanday bo'lish kerakligini o'tirg'a qo'ydim. Buningda kelgusiga munosabatli plan programlarimizni biz o'tmishimizda o'tirg'a qo'yganda kelajakda shunday bo'lsin deydigan bir orzuda. Hem de bu nima deganda bu komisyon nayta aldirab qarayapti. Asli atrofli bir şekilde muloyiza o'tkazib, istishora qilib, hatto hozirgi har bir hukumat tavakkallarining vakillaridan bir ikkidan a'zo qabul qilib, o'tirdiki yaralarni so'zlab, buni qanday bir taraf qilish haqida xeyli bir mezgil kerakdi buningki hal qilinishi uchun. Bu yaman bir aldıraksallık bilen buktu diyen qarashtayman. Hem de Şarkı Türkistan sürgünde hükümeti 2004 yılda kurulgandan beri hem de nurgun qalayimqançılıklar kelip çıktı. Bu qalayimqançılıkların asas menbesi neymi o? Diyen meseleni tepiş gerek. Bir yerde her bir oturgu çıkan özüne lider diyenler özüne asas kanundan üstün görüşü var. Kanunga xilaf chiqisi bo'ladi. O'zini mavzudek ko'rib olganlar bor buning ichida. Endi bizning tashabbusimiz oxiriga kelgan chog'da qonun orqali hukumatni boshqarish. Men bu fikrimni o'tirib qo'ydim. Chunki dunyoda hozir eng ilg'or tuzum bo'layotgan hukumat boshqarish shakli demokratiya orqali bo'layotdi. Hatta bizning Sharqi Turkiston milliy davası, vatandagi zulmlarga qarshi hozir shu demokratik davlatlarning bir ijobiy inkoslarini ko'ryapmiz. Diktator davlatlar setilib ketdi ekan o'ng'aylar bir diktator tarafidan. Bir inson ojiz bo'ldi. Çünkü biz mayli kimni saylasak saylayli, buni kontrol qiladigan kaynida bir parlament bo'lishi kerak. Bu parlament reis xato yo'lda mangan chog'da uni to'xtalaydigan, hatta iptaşlık alaydigan kudretli ega bo'lish kerak. Endi bu parlament qanday shakllandi degan chog'da bu parlament xalq tarafidan saylandi. Biz buning praktikasini bu yil 3-oyda e'lon berib boshladik har qaysi davlatlarda yerlik saylovlarni qilib. Endi buning da to'liq qalbi qulluq saylanmaymiz, chunki ishtirok masalasida ba'zi davlatlarda xalqimizda susuk bo'ldi. Hem bu birinci qitim bo'lg'achqa savalliklar bo'ldi, ammo utuqlarni qozondi. Mesela Ulan efendim, şu yerlik saylanma qilishning oldida anladinglar o'ziniki kollektiv istifa qilish, ojizlab ketganligini his qilgan. Shundan biz uning unimidik. Biz shu ishni qilamiz. Biz bu hukumatni xalqqa topshiramiz. Xalqqa eshigimizni ochamiz degan plan bilan bu işlerini ipadık, ko'nglimizdagidek natijaga erishdik dalalaymiz buningda. Mesela her bir devletten en ko'p bo'lgan chog'da 10
milletvekili çıkarıp versin dedik. Nurgun devletlerdeki kıyırındaşlarımız bununla asıs koşup milletvekillerimizden sağına arttı. Şunun bilen bizde bir güçleniş oldu bir yerde. Halk ilgi çıktı hükümetimizge. Şunun bilen bu Ulan Osman Efendimiz bununla karab bu bazı bir karşı fikirler parlamentoda bulundu. Bunu hazım kılanmadı. Şunun bilen adem çıkarışka başlap bizden işki cihette az sallıkla köp sallık üstüdün hükümranlık kılış devri başlandı. Bunun bilen bununla karşılıklar oldu. Bununla karşılık göstergenlerinin birisi ümit meyri duruptu. Yani başka bizimki aklımızda parlamentin işte kısmı biz tarafta bir yerde, hakikat tarafta, demokratiya tarafta. Hem de mesela birleşiş meselesi gelgen çağda biz muşu meselelerini hal kılışımız gerek. Biz kanun boyusunamdı, yaki insan boyusunamdı deydiğim mesele. Çünkü her bir liderler bunun da fedakarlık gösteriş gerek. Ben hükümetini kurgandım. Ben yaki hükümette mançı tutugandım. Şuna ben en yaşlısı bulaman, en noçisi ben bulaman, emmini ben başkuraman dese bu yani burunqudaki modu. Hem de onlar bizler bizde Xitay hazırgacha kanunlar kılık emas, bir diktatör arkalı, komünist partiye arkalı, o komünist partinin bir diktatör lideri var. Şu lider arkalı başkurudu. Kanunla çıraylık yazılgan, üstelinin üstüne tıp kalıdı, onu icra kıldıgan hükümet yok Xitay'da. Hem de Xitay'nın devlet başkuruş tüzülmesi şundayken biz nimi üçün dünyadaki en ilgar sistemi olan demokratiya sistemini kural kılıp biz özümüzün bir devlet başkuralaydıgan medeni millet işgalligimizni ispatlayamayız. Bu mu bir küreş? Ama bazılar davatkallar var, bu bir nayanın başkuramaydı, devlet başkuruş iktidarı yok. Degende bizge hakaretler var. Hem de bizim milletimiz hazır muşu fedakarlık bilen hemmisi hükümetke ilgi çıkıp demokratik bir şekilde bunu basmış ip veriş gerek bunu. Parlamentini şu arkalık şekillendirirsek biz dünyanın ilgar devletlerine okşaş devlet başkuralaydıgan bir millet şekerligimizni aldı bilen ispatlagan bolumuz. Hem de bunun diktatörlükninki ziyallarını bütün dünya ködü. Bu hiçbir diktatör özünün halkını patırvetsem dep oylamaydı. Güllendirme, mening fikrim en to'g'ri. Muşunun zihnini halqlar ködü. Mesela Berlin'de o'tirishga bir tamning so'qilishini Hitler arzu qilgan biz qilmagan. Ammo shunday bo'ldi bunun xatoligi. Hem de mesela bizim tariximizga qarasak, Xo'janiyat hajmi Qumulda qo'zg'alib chiqib, qahramonliklarni ko'rsatib, Qumul dehqonlarini, chorvachilarni harakatlantirib, bizni mustamlik qilgan mustamlikchilarni ajallik zarbalarni berib, Cimsaga kelgan chog'da aynı Cimsa kelishimini tuzib qoladi. Hamda shunday yerda oxirida shunday bir parlament bo'lsa, nima ish qilyapsa deb uning tanavini tatalatdi. Hem Xo'janiyatdagi liderlarning o'zining o'limini to'salatdi, ham millatninki bir mag'lubiyatini g'alabiga o'zgartirdi. Shunga bu demokratik sistemni biz o'tirg'i qo'yishimiz kerak. Endi bundan keyingi birlik qanday bo'ldi deganda biz o'tmishimizda ip bo'lgan, shu bir yilning yo'q ip bo'lgan islohotimizni yana ko'rishsak bo'ladi. Masalan, biz hozir demokratik bir şekilde sayılan nizamnamasını tüzüp çıkıp bu sayılan nizamnamasının ro'yga asasen 9. ayının 15. günügacha bütün namzatlar reislik, parlamenti reisi muaviniga namzatlarni ko'rsatinglar dedi. Ko'rsatdi. Undan keyin o nizamnamaga ko'ra ikki qatimliq zumjiga g'ishg'ini o'tkazamiz, bir qatim fikr talash, debat. İkinci qatim qurultay ishga qolgan chog'da bu namzatlarni inshollash orqali ikkidan namzat ib qilish. Hem de bir yerde reisке 4 namzat gösterildi. Parlamento reisliği 7 namzat, parlament reis yardımcılığına 3 namzat gösterildi. Biz şu kanuni bütün parlament tarafından makullangan şu prensipimiz, şu kanunumuz boyunca birinci qitimliq zumjig'ini 10. ayının 6. günü ötküzdük.
nayet kızgın buldu. 9 saat davamlaştı. 9 saat bir Zoom yığında oturuşunun özü oңай iş emas. Ama vaqtning qanday o'tib ketganini bilmay qoldik. Uningdan keyin buningga hazm qilinmaganlar bu demokratik prinsiplarga 7-sila atdigandan tortib millat vakillaridan 3ni chiqadi. Uningga qarshi turishlar bo'ldi. Shuning bilan bu o'tirliqda bizda bir bo'linish bo'ldi. Hem şu bölünüşke qaramay, iki parlament a'zolari biz bilan birga bo'lgan ekan, ikkinchi qitimliq zumjig'inni o'tkazib, bu yerda nomzodlarning ichida Abdulla Nur bilan Salihdan boshqa butun nomzodlar biz tarafda. Ikki rais, ikki parlament raisi, ikki parlament muavinni biz tanlab chiqdik bu yig'in orqali. Endi şu 11. ayının 10. gündeki kurultayımızda bu demokratik yuşurun bilet taşlaş arkalık bu reisimizni saylap çıkımız. Hem bu vaktimin urgun fitne pasatlığa var, bu ondakti, bu bundakti deydiğen. Sen onu kovdurdun, sen bunu kovdurdun. Ben bir yerde bir insanla kovdaş meselesi emez. Falancının ki sübet meselesi emez. Bir yerde biz demokrasiyeni kovdavatımız. Kim çıksın? Biz muşu tüzüm arkalık davarımızı manglaylı degan arzuda yo'lga chiqdik. Bunda muvaffaqiyatli ketib boramiz. Hamda jamoatimizning, komissiyonlarimizning, xalqimizning hukumat bir bo'lsin degan ovozga, takliflarga bizning beradigan javobimiz ijobiy. Albatta bir hukumat bo'lishi kerak. Uning uchun boshda buning bir maslahatini qilishimiz kerak, so'zlashishimiz kerak. Buningga bir jarayon ketadi. Aldirab, saldirab biz birleştik deganni e'lon qilgan bilan uning atisi bor. Shunga bütün şu hozirgi hukumat arboblarini va vakillari bo'lamdi yoki bizning shu hozirgi birlikni qo'g'daymiz deyotgan komissiyonimiz, xalqimizning vakillari shu qurultayimizga kelsin deyman. Hem bizning qurultayimiz ichilsin, hem biz kelajakdagi birlikni qanday shakllantiramiz degan masalaning dastlabki muzokaralarini qilaylik. Kelishaylik. Muhim masalalar bor kelishadigan. Masalan, parlament a'zolarining masalasini qilayotganchilik bor hozir. Ba'zilar 500 parlament a'zosi qilamiz deydi. Masalan, Tibet sürgünde hukumatining parlament a'zosi soni 45. Biz Amerikanınki 530 necha. Bu parlament a'zosi sonimiz bizdan qancha bo'lishi kerak? Mesela asası kanunda xiloflik qilgan odamni biz qanday bir taraf qilishimiz kerak. Bu meseleler hakkında kelishishimiz kerak bu yerda. Biz birinchisi shu qonun orqali boshqaramdik hukumatni yoki bo'lmasa liderlar orqali boshqaramdik. Masalan, Anvar Yusufni chiqarib o'tish sababi bizning qonunimizda Sharq Turkiston surgundi hukumatida vazifa olganlarning Xitoyga berishi vizalab berish cheklangan. Şu kanunga xiloflik qilganligi uchun chiqarilgan edilar. Hamda bu yerda qanchalar qilib birlashsak, buningdan keyin berib kelsang bo'ladi deganni qabul qilgan bo'lamdik bu yerda. Yoki qonunimizni tushuntiramdik. Shunga bu prinsip masalasida bir ko'zqarashni shakllantirib, uningdan keyin birlik yo'liga qarab mansak, biz mazmut qadam tashlagan bo'lamiz. Keləcəyimiz parlaq buldu deb qarayman. Rahmat. Anadaki yana bir iş qarindoshlar, hamda biz sizlarning chaqiriqinglar bo'yicha masalan shu 11 oydagi 10 boshlanadigan yig'inga aranglarda o kadar cho'ng g'avg'o bo'lmasda oz bo'lmagan odam ishchilardan ruxsat edib, aeroplan bileti edib tayyor bo'lib qolgan. Undan keyin bu aranglardaki g'avg'olar küçüyüp hazır bu qurultay ishga ichida deydigan gaplarmi bor. Endi ma komissiondagi qarordimi asosli muhim nuqtalarning birisi bu halqi xalq e'tirof qilgan birlikka kelgan hukumatni qurib chiqish xalqniki nazoratchiligi ostida bo'lishi kerak. Komissiyaniki nazoratchilik ostida bo'lishi kerak. Ya'ni butun xalq qabul qilgan bir hukumat bo'lishi kerak. Bu albatta to'g'ri gap.
Ama hazır bayman degandek az bo'lmagan adamlar, mesela milletvekilleri ve başkalar, teklif kılgan mimarlar bu jığınga tayyorlik qilib bo'ldi. Aeroplan biltep bo'ldi, xizmatlardan ruxsat so'rab bo'ldi. Endi Ümit efendimden şunu sormoqchiman. Bular deydi, hozir qilmoqchi bo'lgan faoliyatlarning hamini to'xtatishinglar kerak. Biz shu xalqqa vakillik qiladigan haqiqiy bir saylam yapbarımız, xalqninki nazarati ostida, ya'ni sizlar hozir yapmoqchi bo'lgan faoliyatlarning hamini to'xtatishinglar kerak deydi. Bunga nima deb javob berasiz? Assalomu alaykum Jasorat, qanday ahvolingiz yaxshimi? Assalomu alaykum bütün qarindoshlar, Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Bu savolga beradigan javobim meningki, birinchi biz shu xalq egi chiqqan, xalq ovoz bergan degan narsaga reallik bilan qarashimiz kerak deb o'ylayman. Endi bizningki hozir o'zimizning nupusi 30 milliondan 35 milliongacha deymiz. Bizning nupusimizning ko'p sonligi vatanning ichida. Shuning uchun bu hukumatning ismi surgundi hukumat. Endi bu yerdagi faqat shu diasporadagi, xalqaradagi, vatanning sirtidagi Sharq Turkistonliklar o'y berish kerak asli. Ya'ni Sharq Turkiston yerlik xalqidan bo'lgan qozoq, qirg'iz, bütün Türkiye millatlar, o'zbek, tatar hammasi o'y beradigan bir hukumat bo'lish kerak asli. Endi bizning orzuyimiz shuki, albatta xalq egi chiqqan şu bütün Sharq Turkistonlikning mening hukumatim deydigan xuddi mush Tibetliklarnikiga o'xshash va boshqa o'rnak surgundi hukumatlarga o'xshash bir hukumat bo'lsa degan orzu bilan ketib boramiz endi. Bu yerda men shuni deymanki, bu bütün xalq egi chiqqan degan nihoyat yaxshi shuar. Endi bu shuar degan bek chiroyli narsa, odamni hayajonlantirdi. Lekin ba'zi shuarlar reallikqa mos kelmay qoldi. Bu yerda reallik o'ylash kerak. Bu shu Sharq Turkiston surgundi hukumatini xalqqa ichib o'tish degan bu loyiha o'ttirg'i chiqqan vaqtida shu hukumatning ichidami, masalan, eng cho'ng qarshilikni bildirgan odam yana G'ulom Usmon apanditi. Chunki bu xalqqa ichib etsak, buni Xitoy egallab ketadi degan andisha bilan bo'ldi. Endi masalan bizning xalqimizning orasida hozir Sharq Turkiston mustaqillik da'vosiningki ichidagi qarindoshlardan kelayotgan gaplar bu xalq egi chiqmag'icha bu hukumat taraqqiy qilinmaydi. Xalqning hukumati bo'lanmaydi. Buning men %100 qo'shilaman. Ammo buning bir chorasi bo'lishi kerak. Bu yerda xalq egi chiqsin. Hozir ba'zilar da'vatidiki shu sosyal taratqular orqali o'y yurish kerak deydi. Bu nihoyat xatarlik bir narsa. Buni nihoyat inchiklab, jiddiy o'ylanmas bo'lmaydigan bir narsa bu. Buni hissiyotga tayinib, xalq egi chiqsin deb buni Facebook'dan ya sosyal medyadan ovoz beradigan bir bu o'yinchoq emas, bu bir hukumat. Oldi bilan biz shu hukumat o'zimizning hukumati deganga hukumat ko'z qarashi bilan qaralishimiz kerak. Bu bir. İkincisidan endi Bayi İlyas Şamsettin efendimi deb o'tib ketdi. Bu komisyon nayta rast degandek sal aldirang'uliq qilib ba'zi qarorlarni yomon tez ilib etdi deb qarayman men bu. Shuningga ham komisyonning ba'zi qarorlariga javob shaxsan men bermadim. Men shu komisyonda suhbat bir guruhini qurib ekan shu yerda bor. Chunki nayt aldirang'uliq bir narsa. Men kutgan yerimdan chiqmadi shaxsan. Mening kutgan yerim nima degan chaqda komisyon mush qancha taraf bo'lsa, men oldin qitimqi suhbatlarimizda deb o'tib ketganimdek, bu yerda 3 hukumat deganga qarshiman. 3 hukumat, 2 hukumat degan gaplarga boshdan tatib qarshi. Bir oilaning ichida ranjishib qolgan akufkalarga o'xshatganman. Bu yerda bu ranjishib qolgan taraflarni, bir-birisi bilan kelishamagan taraflarni bir yerga keltirishning yo'li u bir oyning ichida 20 kunning ichida bir taraf bo'ladigan narsa emas bu. Endi bu komisyonning ichidagi qarindoshlarimizni o'zini o'zi bir so'roq tatib baqsin. Sharq Turkiston surgundi hukumatiga taklif qilingan vaqtlarda kirmagan qarindoshlar bor buning ichida. Sharq Turkiston surgundi hukumatini e'tirof qilmaymiz degan qarindoshlar bor buning ichida. Endi bugunga kelib Sharq Turkiston surgundi hukumati hech ish qilmadi, bular nima ish qila oladi degan vaqtlarda hech kim uyg'onmay, endi bugun tokkada o'ttirg'i chiqiblar
bu Sharq Turkiston sürgünde hökümeti bir yılның yağı kılıvatkan tayarlıkları var. Bultu'nun yağı biz planlarını kılıvatkan bulsak bir yıldan başlap resmi bir yılның 5-i 2. ay 1. aylardan başlap bunun fiziksel tayarlıklarına biz başladık. Ama bu başlagan jarayonida emdi qo'pib bu qurultayga bir ay 2 hafta qolgan vaqtida bütün tayyorliklaringlarni yoki bo'lmasa planlaringlarni to'xtatishinglar kerak deyish. Bu yerda birlikni asli hosil qilish emas, bu yerda birlikni texmi buzib, haligi qarshilashni kuchaytiradigan bir nima deymiz bizda ahang, ton. Bu yerda bu ton chiroyli bo'lish kerak aslicha. Bu yerda birlik degan narsada bu birlikni saqlashga nishon qilgan maqsadi shu 3 tarafni birlashtiraman degan taraf hokim mutlaqlikdan yoki mening deganimni qilmasang manda bo'ldi degan ahangdan uzoq turish kerak. Chunki bu yerda hech kimga beqinda emas. Bu yerda bir seninki ya komisyon bo'lsin ya kim bo'lib ketsin sen ma ishni qilsan deb buyruq so'qadigan hech kimning bu yerda bir-birisiga huquqi yo'q. Biz hurmat qilgan bo'lgandan shu bir hukumatning ichidagi shu ranjishib qolgan qarindoshlarning ichidagi bir taraf deb o'ylasak, shu bir tarafninki bir saylam tayyorlik komiteti raisi bo'lish salohiyatim bilan shuni deyman. Bu yerda bir-birimizga buyruq so'qilgan hech kimning huquqi yo'q. Hatto komissiyon boshlangan vaqtidagi ohangni keyin hozir kuchaytirib, buyruq so'qadigan yerga ketdi. Bu xato. Boshda maslahatlashimiz, bizning maqsadimiz bu yerda men bugun Nurmamat Musobayninki bir narsani o'qidim. Bizning maqsadimiz bu 3 tarafni birlashtirsakmi, bizning huquq elish niyatimiz yo'q. Bu yerda biz undaq bu yerda hatto hukumatga kirish niyatimizmi yo'q deb. To'g'ri. Bundaq ekan bu yerda sap niyat bilan boshlangan narsa bo'lgandan keyin bu yerda nozuk masalalar bor. İlyer Şemsettin Efendi degandek bu yerda hal qilmasak oldin ola hal qilmasa bo'lmaydigan bir narsalar bor. Bugun birlashdik deb birlashib olgan bilan ertasi bu ish mangmasa butun ish to'xtaydi. Shuning uchun hozir mening sizning savolingizga beradigan javobim shu: biz tayyorliklarimizni qilib ketib boramiz. Hatto hamma ish tayyor hozir. Siz o'zingiz deb o'tib ketdingiz, jasorat biletlar elinib bo'ldi, keldigan mehmonlarning keldigan vaqti, soati kutib olishlar, qaysi soat qanchada kimni aeroportga chiqib elib oladi, mehmonxonaga kim qancha soat qanchada tushidi, qanchada tomoq vaqtimiz, qanchada yig'in boshlanadi, butun narsa o'rinlashtirib bo'ldi. Oldin qaytim Salih Xudoyor bilan uchimizning bo'lgan so'kibdimi men deb bo'ldim. Bu keyiniga bir qadam yanadigan yeri yo'q buningki. Endi hozir masalan shu yana bir gapni bu yerda eskartib o'tay. Bu G'ulom komissiyonninki atash uslubig'imi men nayt ideyerimdan o'tmadi. Anvar Yusuf tarafida debdi to'g'ri, chunki Anvar Yusuf faqat o'zi yolg'iz o'zini bir hukumat deb kelayotgan bir qarindoshimiz. Yani o'zi hukumat deb o'zining oilasidagilarni ministr saylab kelayotgan hamda bir taraf desak, buni hukumat degani olmaydi, men boy deganimdek bir taraf deymiz. Chunki hammasi Sharq Turkiston sürgünde hukumatining ismini ishiltyapti bu yerda. Shuning uchun bu yerda u hukumat bu hukumat emas, asli bo'g'ini shu bir hukumat bu yerda. Endi bu Anvar Yusuf taraf, İsmail Chingiz taraf deyish bilan bu yerda G'ulom Osmon taraf deyishga men qarshi. Nimishga deganda hozir G'ulom Osmon taraf bilan parlamento hozir Sharq Turkiston sürgünde hukumatiniki parlamentosi bu o'xshash bir tarafda emas hozir. Nimishga degan chaqda G'ulom Osmon deydiki, biz saylam qilmaymiz, biz o'zimiz xohlagan odamni saylab olamiz deydi. Masalan, balkim anglagan bo'lishinglar mumkin. Bu saylam tayyorlik komitetini yo'q qilib atdik deb, qonunsiz holda odam chiqarishni oz deb endi qo'pib, bu bütün saylam tayyorlik ishlarini biz hamma narsani taqib qo'ysak, saylam tayyorlik komitetini yo'q qilib atdik deb, yangidan saylam tayyorlik komiteti rais saylab chiqibdimish. Endi qo'pib millat vakillarini
qaytadan vazifalarga o'zinglar iltimos qilinglar deb o'tibdimish. Bu butun narsalar asos qonun va saylam nizomnomlari, ya'ni shu G'ulom Usmon apandining o'zimi qo'l qo'ygan, o'zimi tasdiqlagan shu saylam nizomnomasi bilan ketib boramiz biz. Endi biz deganda bu yerda ba'zilar davobda Iliyar Shamsiddin Umid tarafi deb. Unda deyish xato. Biz parlamentoning boyi deb o'tgandek 3 dan 2 qismini egallagan parlamentoning ko'p sonligi, ya'ni xalq tarafidan saylangan millat vakillarining 3 dan 2 parlamentoning 3 dan 2si biz bilan o'xshash fikrda. Hozir bu parlamento qandoq mengiyotdi degan chaqda parlamentoda bir qaror chiqishdan burun shu qaror o'ttirg'i qo'yilib, parlamentodagilarning hammasininki o'yini olgandan keyin o'ttirg'i qaror bo'lyotdi. Ya'ni bu yerda parlamentoning ko'p sonligi bilan boshqarilayotgan bir parlamento bor bu yerda. Ya'ni bu parlamento raisining qarori bilan yoki bo'lmasa ma'lum bir shaxsning qarori bilan emas, butun parlamentodagilarningki o'rtaq qarori bilan berilayotgan narsa bor. Masalan, boyi Iliyar Shamsiddin apandim deb o'tgandi, mana bu 10 ayning 27 kuni yana 5 soatlik oxirgi qitimliq fikr talash ve tayyorlik saylamimizni o'tkazdik. Shu tayyorlik saylamimizdami parlamentoningki 3 dan 2 qismi, ya'ni ko'p sonligi qatnashdi bu yerda. Qatnashish jarayonida elingan qarorlarda hech qanday ko'ngil og'rig'i yo'q. Bu yerda hech qanday bir-birisidan ranjish yo'q. Nima uchun degan chaqda bir nozik nuqtasi bor shu yerda. Bu nozik nuqta nima degan chaqda shu saylam, ya'ni demokratik uslub bilan saylam ib berish. Ya'ni mushu to'r orqali ib bo'lgan yig'inimizdimi, tayyorlik saylamimiznimi yo'shurun ovoz bilan ib bordik. Ya'ni bu yerda qanchalik demokratik bir uslub bilan ib berayotganligimiz xalqimiz bilsin deb. Va mushuni xalqimizga biz mushundaq bir demokratik sistemni sunaylik deb. Endi bu yerda saylam tayyorlik ishlari hamma narsa shu hammamiz kelishgan nizomnoma bilan ketib qolganligi uchun va parlamentoning ko'p sonligining o'yi bilan boshqarayotganligi uchun bu yerda hozir parlamentoning ko'p sonligi G'ulom Usmon apandininki tutqa yo'li bilan ayrim yo'lda bo'lganligi uchun balkim boyiqi gaplar chiqayotgan bo'lishi mumkin ayrim yerda yig'in ichilgan. Chunki G'ulom Usmon apandi va Ablat Nur ismli bu ikki apandi naite tirkishib hozir shu demokratik saylam o'tkazishga qarshi chiqqanligi uchun bo'lyotdi bu ish. Endi bu yerdagi farq nima degan chaqda G'ulom Usmon apandininki o'ttirg'i qo'yayotgan sistemi bilan Anvar Yusuf apandininki o'ttirg'i qo'yayotgan sistemida bak cho'ng farq yo'q. İkilisi deydiki saylam o'tkazmaymiz. Mavu deydi men xalqa adamlarımni saylaşım gerek. Özüm namzat olmasam mayli ama men xalqa adamlarni saylayman deydi Anvar G'ulom Usmon. Anvar Yusuf apandi olsa deydi ki bana ministerlikni ya Cumhurbaşkanlığını beğenmesen men kelmayman deydi. Bu yerda farq bu. Ama bizning davat qayrimiz nima desa birlashaylik, kelinglar. Hatta mushu qurultay ichildigan yig'in zal mehmonxona oldingi qitim suhbatlarimizni takrar deb o'tib ketdik. Mana hozirgacha hatto G'ulom Usmon apandi, Ablat Nur, Solih Xudoyor mushularning hammasininki ismi mehmonxonaga yozdirib etdik. Chunki nimishga degan chaqda shularni kutyapmiz shu yer kelsin deb. Biz bularni ayrilib bo'ldi deb qaramadik. Balkim bular shu bir achchig'ida yoki bo'lmasa o'zlarining degan yerini men deganimni qilaman deganlik kibrdan bo'layotgan bo'lsa, Alloh taolo oxirgi kuniga to'g'ri kelib bo'lsa-mu, bir kibridan yenib, xato yo'lidan yenib, mishada birlik barobarlikni saqlash uchun shu yig'inzalga keladi degan arzu bilan G'ulom Usmonning, Ablat Nurning, shu G'ulom Usmon apandining oqisidan ketgan bir sanab kelsa 9 odam bordi. Buni aniq davotayli. Shu 9 odamning hammasi shu yig'inga qatnashsin degan narsalar shularning ismlarini shu mehmonxonalarga berib etdik. Endi bu yerda birlashamaydigan hech qanday narsa yo'q asli. Oldingi qitimni men nihoyat aniq qilib tushuntirib o'tib ketdim. Birlashamayotgan asosli narsa kibr. Shu kibr bo'lmaydi ekan, da'voning manfaati birinchi o'ringa bo'ladi ekan, bu yerda birlashamaydigan narsa yo'q. Shuning uchun yig'inimizning tayyorlik ishlari nihoyat yaxshi ketib bordi. Butun narsa hozir
Amerikalıqlar olsun, bizim Virginia, Washington etrafında yaşaydigan bütün Uyghur qarindaşlarımız, Şarkı Türkistanlı qarindaşlarımızı Uyghur, Özbek, Tatar, meyli Şarkı Türkistanның yerlik halkının hemmisini şu qurultayımızga taklif qildik. Hali hamma taklif qilyapmiz. Mishadin yana bir qitim taklif qilaman. Bütün qarindaşlar bu hammamizning hukumati bu yig'inga 1 soat, 2 soat olsun şu 11 ayning 10 kuni har qaysinlarninki haqqi. Bu qurultayni, bu yig'inni, bu yig'in zallarni biz palanchining hukumati, pistanchining hukumati emas, Sharq Turkiston xalqininki qurultayi deb ichiyotimiz. U yig'in zallar bir Sharq o'zini Sharq Turkistonlikman degan odamning har birisiga ochiq. Mishadin shuni taklif qilamanki, agar o'sha huquq ya'ni maqsadi huquq bo'lmasa, agar mushu da'voninki manfaati birinchi o'rinda bo'lsa, Mishadin Ismoil Chingiz apandini, Mishadin Anvar Yusuf apandini, Mishadin Kurash Attaxon apandini, hatto burun mushu hukumatninki vazifasidan ip tashlangan va yoki vazifasi oxirlashgan millat vakillari va vazifada turganlarning hammasini men kelishga bir Sharq Turkiston surgun hukumatining 8-navbatlik oliy qurultayiga tayyorlik qilish komitetining raisi bo'lish salohiyatim bilan hammasini shu yerga men hozir huzuringlarda taklif qilaman va qilishimiz kerak. Chunki bu bir tashkilot emas. Bu biz palonchining ya G'ulom Usmonning ya uning buning hukumati emas, bu hammamizning hukumati. Nima uchun ayrıymiz shu? Nima uchun kammaymiz? Shuning uchun bu yerda men bu yerda oxirgi deydigan yerim bu yig'in hamini ichiladi. Ammo birlashish masalasimi bizning qurultayimiz chiroyli ichilsin. Yeni vazifaga saylanadigan qarindoshlar saylansin. Chunki hozir hukumatni parlamento raisi yetakchiligida parlamentoning ko'p sonligi qarori berib boshqarilayotgan bir parlamento bu. Chunki bu yerda G'ulom Osmon apandi o'zininki xato yo'lini tutib olganligi uchun bu yerda G'ulom Osmon apandi bilan biz bir safda turamidik. Afsus. Chunki hammamizga ma'lum bu yerda Sharq Turkiston surgundi hukumatiga emas, Sharq Turkiston butun Sharq Turkiston mustaqillik davosiga og'ir ziyon yetadigan bu yerda nihoyat og'ir kechirgan olmaydigan propagandalarni qilib Sharq Turkiston surgundi hukumatining yuzini nihoyat to'kishga urindi. Masalan, shu oxirgi qitimliq balkim men bir bu G'ulom Usmon apandini bir kechida o'qinib jinnat kechirdi degan gap bor, ammo turkchada ashundaq bir jo'lib chiqirib qolgan videomiki, ads o'chirib o'tamiki degan ma'vo bo'lib mo'liqi natsilarninki ma'vo SHlar guruhini misol qilib turib biz shunday qilishimiz kerak, buning pochiqini chiqishimiz kerak, noxulisini ilishimiz kerak degan vaqtida bu odam bir cho'ng bo'lgan chaqda bir jinnat kechiribdi-da, kechida jo'lib ishlab qolgan video ads o'gini o'qangan chaqda o'chirib o'tib qolarmiki, o'chamidi. Demak, bu niyat bo'lsa, bu Sharq Turkiston surgundi hukumatiga emas, butun Sharq Turkiston mustaqillik davosiga og'ir ziyon yetkazdi. Bo'libmi, bu Amerikadek bir davlatlar, Amerika, Yevropa elleridek bu demokratik sistemlarda bundaq gaplarni hazm qilolmaydi deb qarayman. Va mening ichimda yerim Salih Xudoyor o'xshash, Salih Xudoyor qarindoshimizga o'xshash bundaq demokratik davlatda demokratik yo'li bilan Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun kurash qilaman deyotgan bir qarindoshimizningki mushu ideyadagi odamlar bilan kayniga kirib ketib qandaqmi xizmat qila olar? Bu Amerika hukumati, chunki Amerikaningki milliy istixboroti, Amerikaningki davlat manfaati bu kechiradigan gaplar emas, bu G'ulom Osmonningki qilgan gaplari. Uningkin bu yerda hozir nihoyat hayron qolarli ishlar bo'lyotdi bu yerda. Biz birlashaylik degan siri o'ttirliqdan ayrimchiliklar chiqyotdi. Masalan, bu Germaniyada yashaydigan Olimjon Mamat deb bir qarindoshimiz bor, o'zinglar bilasizlar. Bu Olimjon Mamat hamda nihoyat ochiq oshkora o'zi Uyg'uristonchi hamda. O'tganki mening suhbatlarimda deb o'tib ketdim. Biz Uyg'uristoncha bo'lsin, nima bo'lsin, ish qilib Sharq Turkistonninki asos qonuni, Sharq Turkiston surgundi hukumatining asos qonunini hurmat qilib, Sharq Turkiston surgundi hukumati va Sharq Turkiston bizning jumhuriyatimizning ismiga hurmat qilgan asosda
mustaqilligimizning nishonini qilib harakat qilgan har qanday odam bilan biz bir sapda mang'alaymiz degan vaqtimizda Salih Xudoyer inimiz bo'lsa men Uyg'uristonchilik qilganlarni vatan xoini hisob o'xshash hisob qilaman, men bundoq odamlar bilan ish qilolmayman deb chiqdi. O'tirdiki ba'zi ziddiyatlarmi bu. Endi qo'pib bu Olimjon Mehmet bayonot e'lon qilib G'ulom Usmon apandini qo'llayman deb chiqibdi. Bu Salih bilan G'ulom Usmon apandi ikkisi bu yig'inga qatnashmaymiz deyotganlarning birisi qurultayga. Endi bular qandaqmi bir yerda ishlaylar? Buning natijasi qanday bo'lar? Bular agar mushundaq mushu buzg'unchilikqa qarab mangsa, bu yerda nurg'un o'zlaridanmi so'rab beqish kerak bir savollar bu. Biz hozir ideya G'ulom Usmon apandi bo'lsa o'ziga qarshi fikr qilgan hech qanday odam bilan ishlanmaydi. Salih bo'lsa Uyg'uristonchilar bilan ishlanmaydi. Bu yerda bular qandaq birlik tug'iza oladi? Demak, bularningki oqisi xatarlik. Bular hech qanday ishni amalga oshirolmaydigan bir tuyuq yo'liga kirib qoldi. Ammo yanada deydiganimiz vaqt har qanday ziyondan har qanday vaqtida ziyonning qayeridan yansang shu yeri paydo deydi. Shuning uchun Allohdan shuni tilaymanki, oxirgi kunlarga qadar bo'lsa-mu, G'ulom Usmon apandi bilan Ablat Nur va Salih qarindoshlarimizga Janob Alloh bir hidoyat ato qilib, mushu qarindoshlarimiz bir xatoligidan tunib, mushu biz saqlayotgan shu yig'in zaliga shu yerda paydo bo'lishini Janob Allohdan tilayman. Inshaalloh. Endi boshqa qarindoshlarimiz shundaq. Masalan, Anvar Yusuf apandininki biz deb o'tib ketgan nurg'un savoliga javob olamagan taraflarimiz bor. İsmail Chingiz apandining o'tganda men bir aniq qilib deb o'tib ketdim. Asli birlashamaydigan narsa yo'q. İsmail Chingiz apandim o'zidan o'tgan siyosiy xatoliklarni e'tirof qilsa, Anvar Yusuf apandim o'zidan o'tgan xatoliklarni e'tirof qilsa, shu kibrdan tushsa hamma odam asli birlashamaydigan hech qanday narsa yo'q. Yani Bay İlyas Şemsettin Efendi degandek bu narsalarni muzokara qilishimiz kerak, bir-birimizni qo'llashimiz kerak, bir-birimizni anglashimiz kerak, bir yerda o'tirib so'zlashishimiz kerak. Chunki hozir bo'layotgan masala 10 yilning yag'i shu Anvar Yusuf Efendining ikkinchi hukumat Sharq Turkiston surgun hukumati ikkiga bo'linib ketdi degan gaplarga sabab bo'layotgan narsa Anvar Yusuf Efendininki shu ma'lum bir darajadagi huquqni menga bersang shu yerga borma, bermasang bormayman deb bu demokratiyaga ishonmaganligidan. Hamda afsus yana bir narsani o'ylab beqish kerak. Masalan, Anvar Yusuf apandi Amerikada yashaydi. Amerikaning Virginia shtatida yashaydi. O'zidan bir so'rab beqish kerak Anvar Yusuf apandim uchun. Mening atrofimda nima uchun bir ikki Uyg'urni bir yerga eklanmayman? Nima uchun men Turkiyaga borib yig'in ochman? degan narsani o'zi so'rab beqish kerak. Agar birlashib mishada do'stlik bilan birlashib bir ish qilma desa biz bog'i mishada. Anvar Yusuf apandi bilan birlashib ish qildiganga Amerikada biz qurultayni Amerikada ichiyotimiz nima uchun Anvar Yusuf apandi Amerikada bu qurultayni ochmay Turkiyaga yurib İsmail Chingiz bilan ya uning bilan ochadi. Masalan İsmail Chingizmi kelsin, uning vizasi bor, Amerikaga kelalaydi. Biz 2 yilni kutimiz mishada. Bizning ishimiz ochiq. Tamam. Mening beradigan javobim shunchalik. Tamam. Rahmat. Endi bir narsa nima deymiz? Yerlar yo'qolib ketdimi? Ben bak. Tamam. Asasen berish tegishli mesajlar berildi deb qarayman men hozir. Ammo u birlik haqida masalan hozir hammadan odamning ko'ngli yerim qilgan narsa shu birlik masalasi. Shunga bu komissiyonniki nimasidan alayda yer berilgan bu birlikka. Bizmi masalan media bo'lish salohiyatimiz bilan jiq kuchlidik. Masalan oxirgi qatim Umid qarindishimiz bilan Salih ikkisi o'zlari talab qilib ekranga chiqqandan keyin bu yerda o'xshamaslik, fikr o'xshamasliklarni o'tirib qo'yib oxiri birlashgan bo'ldi. Masalan, bir-birini kechirib bir nuqtada bo'lsa-mu birlikka kelgan bo'ldi. Bu ba'zilar bu asli bu ishki sirlarni bu yerga chiqib ochmasa bo'ladi dedi. Bu butunlay ikki tarafdan bo'libmi Salihning talabi bilan bo'lgan. Oxirgi kelganda bu ikkisiniki bir nuqtaga kelib, zodi birlashmaydigan yerimiz yo'q degan yerni ko'rganda men nihoyat xush bo'lgan. Inshaalloh hamda ish bo'lmasa butuncha qadam besildi. Mushu ekran sabablik agar ikki taraf bir yerga kelib qolsa, bizmi
qilgan emgeklerimiz baka ketmegen boladı dep bir şirin tatlıq bir arzu bilen uxlap kalıp ertesi kopsam bayatılgan çoğamla bu Salih'nin gepleri, ümitinden değişkenleri özünün şahsi göz karşı bizge vakillik kılamaydı dep ret koyup kaptı. Şunun bilen o aran teste 2,5 saat bir-birisiga qalbini tushundirish orqali aram birlikka kelgan bir nuqta yo'q bo'lib, ya'ni asli bir sharoit tug'ilgan, unim yo'q qildi. Ya'ni shunga ma o komissiyonniki nimasidan yozilib zodi mening deganimga ekanmisan, sen bilan mumkin emas birga kelishim degandek nuqtalarni ta'kidlab yozibdi. Endi bu komissiyonniki nimasi bo'lsin, mayli sizlarning ko'z qarashinglar bo'lsin, hammalar da'vatsizlar. Xalqning qo'llashi muhim, xalqning ra'yi muhim bu yerda da'vatsizlar. Bu yerda har ishqinglardan bir javob olg'im bor, shu nuqtada. Sizlar xalqqa qanchalik vakillik qila olasizlar? Oldi bilan Elyor apandi, andan keyin Umid apandi javob bersin. Biz bu yerda bir xalq vakili bo'lishga tirishchanligimizni qo'limizdan kelgancha ko'rsatdik. Masalan, 3-oyning 17-kunidagi bergan murojaatimizda her qaysi devletlerde en köp bo'lgancha 10 milletvekili chiqarib beringlar dedik. Biz Amerikada birinchi bo'lib boshladik. Bizda 9 milletvekili chiqarildi shu vaqtida. Endi buningga ishtirok ko'p bo'lmadi. Dushmanliklar mi bo'ldi? Ko'p bo'lishini orzu qilamiz. Masalan, hozir buningki büyük birlik uchunmi umumiy xalq deb o'tgan yili Parijda bir yig'in ichilib umumiy xalq saylami qilamiz deb hukumatni shu yerda qurmoqchi bo'lgan, unga qarshi turdik. Asos qonunimizga ko'ra kelar yil bo'ldi, har 4 yilda bir. Shu yerda birlashib ish qilaylik dedik. Shu birlashib ish qilaylik deganlar bu qitimki bizning yerlik saylovimizga ishtirok qilgani unumidi. Endi bu nima uchun? Buni o'zlaridan so'rashimiz kerak. Masalan, bundan keyingi shakllantirilgan vakil xarakterlik ishimizda tüm devletdeki Şarkı Türkistanlıklar, milli müstakillik davasını köngül bildiğanlar bununla aktif katlaşıp her bir devlet özünün vekilini özü saylaş gerek. Karko yok, adam vekili işkiyor, bulmaydı bu işkiyor çağda. Her kıl adamlar geliyor onun içinde. Çünkü her bir devletdekiler özünün ki etrafındakilerini yakşı bilirdi, kimini saylap girişini bilirdi. Hem de bizim asas kanunumuza göre hükümet, parlament azaları tarafından sayılıp çıkıyordu. Bunda bo'lgandan bu yerda milletvekillerini biz her bir devletdeki halkımızda yaxshi tushunib ketmaymiz. Şu yerdagi xalq bir-birini yaxshi tushundi. Shunga bu yerda xalq degan mavhum bir hukm. Bu yerda murojaat qildik deb butun odamni 200 odamni birga akaplar. Valla quliq bir hukumat qurib qolsak, bu hukumatni ojiz hukumat bo'ldi. Buning uchun shu vakillik o'rnini bir turg'izishimiz kerak deb qarayman. Hem de mesela bu şu demokratik sayılam meselesinde nihayet bir karşılıklar var. Hem de bu medeniyet bizde bulmagandikken biz bunu kullanıp bitkendikken bunu hazım kılışımız keyin to'xtaldi ama kabul kılışımız gerek bo'lgan bir medeniyet. Ben size bir misal aytib beray. Mesela Uyghur American Association şu Amerika Uyghur Birleşmesi 98 yılı kurulup 5 aydan keyin men kelgan aktif bir a'zosi oldum. 2000'dan 2002'gacha men idoraya etdim ishildim. Şunun yağı nurg'un reislar almashdi. Bir tunji reisi Dolqin Qambiray bo'ldi. Undan keyin G'ulomdin Qam, Erkin Sidiq, Nuriy Turkal, Olim Seyit, Ilshat Asalma oxirgi kelgan chog'da yoshlar oldi. Kelgan odamlar soni 259 deb e'lon qildi. Deyman, ben borsam zalda va kechikib qoldim. Liqqinam odam. Masalan, Anvar Yusufning Sharq Turkiston ozodlik markazi deydigan bir tashkiloti bor. Amerika Uyg'ur birlashmasidan burun qurilgan. Ama hozirgi keyin kelgan yoshlar unday bir tashkilotning borligini menimcha bilmaydi. Chunki uni xalqqa oshmadi, uni yashatmadi. Hem de Mavi American Uyghur Association xalqqa ichildi. Bu bağlan siri hem de oturluklarda bazı bir maceralar oldu, sürkülüşler oldu, to'xtagan vaqti oldu, azroq chekingan vaqtlar bo'ldi deymiz. Lekin umumiy ko'rinishida yükseliş var. Bu yil bizning yoshlarimiz qo'lga oldi bu ishni, shunday so'yindim.
bu neymiş şunda bu atıdı degende bu teşkilat halkının teşkilatı, Amerika'daki Uygurlarning teşkilatı degenge bütün Amerika'daki Uygurlar işindi. Bu bizning teşkilat da bu şahsiyning mulki emas. Şunu hükümet mi bütün hazırki muhaciratki diasporadaki Uygurlarning huquqliq organı degenge biz halkka topshirsak bu şu seviyeye yetidi. O bo'lmasa bir adamning diktatorligiga topshirsak Enver Yusufning Freedom Center'i unutilib ketgandek kelgusida Sharq Turkiston sürgün hükümeti mi unutilib ketadigan bir kurumga aylandi. Şunu bunu biz şu vekillik oranını götürüşümüz gerek. Muşu meseleye kelgan chaqda birlik kelamamdi. Bu suhbat orqali bo'ldi. Hem cemaatimizning ko'p sonligi menimcha bu demokratiya haqiqiy saylam taraf tuturdu deb qarayman. Agar shunday bo'lsa da'vo g'alaba qildi. Bizning ishlarimiz ilgir surildi. Tibet sürgün hükümetindeki seviyelerge ekileyleyimiz. Bunu halkaralık çok teşkilatlardan, devletlerden yardım gibi olayımız. Bizim müstakillik yolumuzu dağdam açımız. Aval özümüz teşkilinleşimiz gerek. Aval özümüzden halkı bu mukaddes hükümetimizni itiraf kılış gerek. Bunun için hemimiz küşüşümüz gerek. Bu Aslan'daki insanların üstüge bu işine atıp koyuş bulunmaydı. Şuna bu bütün halkımız oradan kopup bu işi kömül bilip bu işini retkisal serişimiz gerek. Şunun bu işlerin kurultayımız da benim ümitimi de büktü. Hem bunlar kelimlerde mesela Rabia Hanım mı, Kasun başta bütün komisyondaki adalı aktiflikler katlaştı. Özünün fikirlerini versin. Ama Türklerde böyle yapma. İnsanlar konuşa hayvanlar kokluşa anlaşır deyip. Bu iş sözleşmesinin Türk el olmaydı. Ben şu kanaatte. Tamam. Ümit efendim, sizin bayağı da öttünüz mü şu 4. aydan başlap milletvekilleri saylaş işlerden başlap hükümet işki içi bitildi, nurgun vekiller saylandı. Hazır biz taraftan şu uzun yığınlarga katlaşıp atkan saylan bilen hükümetini halk saylaydı da atkan şu milletvekilleri 3'ten 2 kısmı bizning yig'inlarimizga qatnashdi, ham saylam qatnashyapti. Savolim yana shu, sizlar qaysi darajada xalqqa vakillik qila olasizlar? Endi biz hozir xalqqa vakillik bütün Sharq Turkistonliklarga vakillik qilamiz deb deyolmaymiz albatta. Buni iqrorimiz saqlanmaydi. Ammo hozir mushu Sharq Turkiston sürgündü hükümeti nomini qo'llanayotgan taraflarga selishtigan vaqtida Sharq Turkiston sürgündü hükümetininki xalq tarafidan saylab bergan millat vakillari bilan boshqarilayotgan birdan-bir Sharq Turkiston sürgündü hükümeti parlamentosi hozir. Nima uchun degan chaqda Bay İlyar Shamsettin efendi deb o'tib ketgandek bütün davlatlarda ochiq oshkora e'lon berildi. O'tganda bir deb o'tib ketgandik. Hatto masalan Rossiya territoriyasida hozir bizning bir millat vakilimiz bor. Nima uchun? Masalan Dilmurat Rossiya territoriyasida şu Dilmurat degan qarindishimiz e'lon chiqadi. Bu hozir Qozonda yashaydi-ku deyman, men xatolashmasam, Qozon Tataristonda yashaydi. Bütün Rossiya territoriyasidagi Uyg'urlarga e'lon chiqadi, shu bizning yerlik saylamga qatnashinglar deb. Yetarlik vaqt berdi, yetarlik tashviqotini qildi. Qilgandan keyin endi bu yerlik saylamga qatnashgan odam bir Rossiya tavasidan Dilmurat. Endi bu yerda kimdan yomonlaymiz? Dilmuratni o'zi saylab olgan demdik? Yo'q, chunki e'lonni berdi. E'lonni berib yetarlik saqladi, kammidi, hech kim iltimos qilmadi. Demak, u o'zi bir millat vakili o'zini nomzod ko'rsatdi va millat vakilligini bizga iltimosini sundi. Hukumat buning millat vakilligini qabul qildi. Qozog'istondan Alloh razı olsun Tursunmamat Hojim va O'tkir deb hozirgi bizning millat vakillarimizdan O'tkir, Yodikor, Adiljon Masimov, ondan keyin bizning Baxtiyor, Qozog'istondagi bizning Akimjon akimiz qatorliq millat vakillarimizninki nihoyatda birlikda xizmat qilishi bilan Qozog'iston tavasida bütün Qozog'iston yoshlar Qozog'istondagi mashrab ahliga, Qozog'iston yalnız bu Olmaotada bo'layotgan ish emas, qarindoshlar, ma'nosini aniq bilib olaylik. Bütün
Uyg'urlar yashaydigan rayonlarga tashviq qilish orqali, mashrablarda tashviq qilish orqali millat vakili nomzodlarini qabul qildik va u yerda saylanib chiqish soni 10 bo'lganligi uchun agar Qozog'istondan biz balkim 50 millat vakili kerak degan bo'lsak 50 millat vakili chiqarib berish mumkin deydilar. Chunki ishtiyoq nihoyatda kuchli bo'ldi. Shuni bilan 10 millat vakili har bir davlatdan 10 millat vakilidan yeshib ketmaslik degan narsa bilan Qozog'istondan 10 millat vakili chiqqan bo'ldi, Qirg'izistondan 10 millat vakili chiqqan bo'ldi, Yaponiyada bo'ldi. Bu saylamlar dünyanın hem yerinde degdek bo'ldi. Hem de bazı devletlerde saylam bo'ldi dedi ama Şarkı Türkistan sürgündü hükümeti parlamento usulen Şarkı Türkistan sürgündü hükümeti şu Ali Kurultay Tayyorlik Komiteti bilan hech qanday aloqa qilmadi. Bazı devletlerinki ya taraf tutganligidanmi yoki nima sababligidan uchuq demay bu yerda milletvekillerinin sonini bermaganlar, uchurlarini avatmaganlar bo'ldi. Milletvekillik jadvallarini to'ldirib avatinglar deb oqoqidan dedik, hech qanday aloqalashmaganlar bo'ldi. Demak, bu yerdagi masala xalqqa biz ega chiqa olamiz emas, xalqning hukumatga ega chiqishi sus bo'ldi deb qarasak bo'ldi. Biz xalqqa biz ega chiqa olamiz deyish uchun bir odamning yoki bir 10-15 odamning qaror veradigan narsa emas. Xalqning hukumatga qanchalik ega chiqish kerak degan savolni so'rsak bo'ldi deb qarayman. Xalq bu qitim albatta silishtirgan vaqtida o'tgan 10 yil, 15 yilning jarayoniga silishtirgan chaqda xalq ega chiqdi va chiqyapti bu yil. Mushu hukumatning 3 deb atalishi yıllarca cimri yatkan Enver Yusuf Efendi'nin ki bu yani qaytadan çıkıp Şarkı Türkistan sürgündü hükümeti namı bilen oturuğa çıkışları bu mu bir tesadüf işlemez? Şarkı Türkistan sürgündü hükümeti halkımızın kalbide uğrunu ilişki başladı. Burun mazak kıldığan bir isim bulunmasa bugün Şarkı Türkistan sürgündü hükümetin ismi talaşıdığan bir yere geldi. Ama ne afsus ki hele hemme tıllavatkallar var. Hele hemme mazak kılıvatkallar var. Ama şu insanlarımı keyin his kılıdı ki bu Şarkı Türkistan sürgündü hükümetinin kıymetini ve Şarkı Türkistan sürgündü hükümetinin ehmiyetini keyin bilip yedi de o kıyındaşlarımız mı? Şunu biz yamalamayız. Şunun için sualınızga sualı bilen cevap verme. Şarkı Türkistan sürgündü hükümeti halkka kaçan ilgi çıkalaydı? Qanchalik egitarchilik qila oladi xalqqa deyish uchun xalqimiz Sharq Turkiston sürgündü hukumatiga qanchalik ishtiyoq bog'laydi bilan boshlanadi. Hamda bu bir yil bayım o'tganda men bir necha qitimliq suhbatimizda shuni ta'kidlagandim deb o'ylayman. Yana bir qitim ta'kidlab qo'yishda ziyon yo'q deb o'ylayman. Sharq Turkiston sürgündü hukumatiningki bultusi bilan bir yilini 10 yılının aldığındaki bilan bultusini ve 2018 bilan bir yılını silishti qo'nilmaydi. Hatta şu 2. ay, 3. aylarda G'ulom Osmon Efendi İsmail Chingiz Efendi bilan nayt eg'ir ziddiyatlashib ketib, o'ttirdan nayt cho'ng bir ixtiloflar chiqqandan keyin biz bu hukumatdan o'pchi istifa berayli degan taklifni sungan. Mana bu yerda shohiddan birisi İlyas Shamsiddin Efendi turibdi. Men shu yerda bor. Biz o'pchi istifa berayli degan vaqtida birinchi qarshi chiqqanlar men va İlyas Shamsiddin Efendi ikkimiz qarshi chiqqan. Biz nima uchun istifa beramiz? Bu hukumatda biz demokratik yo'lga akirimiz, bu xalq ega chiqsin, bu hukumatga davatgan bir hukumatdan biz nima uchun istifa beramiz? Bu oxirigacha biz to'g'ri yo'lga boshlashimiz kerak bu hukumatni. Bizni xalq qachon sen bu Sharq Turkiston sürgündü hukumatiga layoqatlik emassan deb chiqarayotganga qadar xalqimiz bizni sen layoqatlik emas deganga qadar ishlashimiz kerak. Shu vaqt kelganda bay İlyas Shamsiddin Efendim deb o'tib ketdi. Ma bu Amerika Uyg'urlari birlashmasininki UAE'ninki misolini dedi. Ayni vaqtda shu UAE'dimi? Men kelsam 99 yıl Amerika'ya kelsam, ama şu İlyas Shamsiddin aka, ondan keyin şu To'g'liq Abdurazaq aka, ondan keyin bizniki Qaysar Seyit deb bir og'inimiz var, Turdi G'o'ji va degandek olim Seyitov sanoqliq bir 5-6 odam shuni ishini qilib yuribdi-ki, qolganlar yana tuzuk ega chiqmabdi-ki. Yani şu hamma odam o'zininki ko'z qarashi bilan ayrim yuribdi-ki, ammo bugun qaysi holatga keldi degan chog'da bugun mana necha yuz odam mening tashkilotim
hatto baladan onagacha, onadan buvagacha necha yuzlagan odam mening tashkilotim, hatto kelanmaganlar bularning yig'inlariga boshqa shtatlarda bor necha ming odam amerikalik uyg'urlarning mening tashkilotim deydigan bir tashkilot o'rniga keldi. Nima uchun deganda Abay İlyas Shamsiddin apandi degandek shu xalqqa ichilganligi uchun. Xalqqa ulgu bo'laganligi uchun. Mana endi demokratiyada xatolashgan taraflari bormidi UAE'ninki, ya'ni Uyg'ur Amerika Birlashmasininki demokratik uslublarda xatolashgan vaqtlari bormidi deganda batdi. Shunda bir davrlar o'tganki, mushu rais olsun, ma rais olsun deydigan majburlashlar bo'lgan vaqtlar bo'lganmi? Bo'lgan. Ammo biz shunda xatoliklarni ko'rib kelganlarning birisi bo'lish salohiyatimiz bilan Sharq Turkiston surgunda hukumatida mushtaq ishlar bo'lmasin. Xalqqa ichilgandikin ravrus ichilsin. Xalq hukumatni yoshlar boshqarsin. Masalan, shu Solihni hozirgacha men mush xato yo'lidan yansa deb keldim. Mush hukumatning ichidagilar, teshidagilar kim bo'lsa, mush Solih inimiz xato yo'ldan yinib mushu hukumatga kelsin. Hatto mushu prezident nomzodligiga o'zini ko'rsatgan hozir ikki nomzodninki ikkilisi Solih bilan birga xizmat qila oladiganiga ishonib, hatto shular bas-bas bilan men prezident saylanib qolsam, agar Solihmi prezident nomzodidiku, men saylanib qilib qolsam, Solihni men bosh ministr qilaman degan yerga ochiq oshkora deydigan yerlarga kelgandi. Nima uchun degan chog'da bu yerda ma hukumatga bundan keyin Solihga o'xshash, ma Qozog'istondan bizning bir millat vakilimiz bor, Nayt yosh Baxtiyor Iminov deydigan, mushunga o'xshash yosh bolalar kiryapti hozir. Yosh qizlar kiryapti, ayollar kiryapti. Hukumatga o'xshamagan zihniyat, o'xshamagan sapa kiryapti hozir. Shuning orqali biz Sharq Turkiston surgunda hukumatini bir kundala dunyoga tanitib etgan bo'lmaydi. Ammo bultoqs bilan bijilni selishtirsak, 2-oy, 3-oy bilan hozirgi bu yarim yilning atrofidagi taraqqiyotni o'ylasak, taraqqiyotni qilyapti. Har bir sharning oqibati bir xayri bor. Masalan, mushu bo'layotgan ziddiyatlar, mushular nima desa, amaliyotda biz pozitiv tarafdan qarasak, Sharq Turkiston surgunda hukumatı kuchlanayapti hozir. Mushu ziddiyatlarning hammasi bo'lmagan bo'lsa, 10 yilning, 15 yilning oldidagidek jimmida Sharq Turkiston surgunda hukumatı hech ish qilmay yotgan bo'lsa yaxshimidi? O vaqtida bu taraqqiyotmi bo'lmadi. Mushu komissiyonning o'ttirg'i chiqishlari, Mamtimin A'lo va mushu yetakchiligidagi komissiyonninki mushu ishga qiziqishlari, ayni vaqtda va kelinglar desak akilanmagan-ku millat vakillarini bu yerga Sharq Turkiston surgunda. Ammo bugun qiziqish yuqori. Mushuningdan biz iliqi ranjimay bir-birimizni asli ranjishning o'rniga, "Hey, Abay İlyas Shamsiddin aka" degandek, "Hey, mayaka qirindishim. Bu dunyo o'tkinchi dunyo, bu dunyodan aytib ketamdiq, 1 minutdan keyin Alloh taolo bizga nafas beramdi, bermamdi." Buni o'ylab qo'yib turib, men o'tganda bir dedim, hammamiz orqaga yostiqni yo'lab qo'yib, bir orqamizga yo'linib turib, bir o'ylab, ma dunyoning mangulik emasligini, 1 minutdan keyin nafsimizning bor yo'qligini bir Alloh taologa bog'liq ekanligini bir o'ylab qo'yib turib, o'ylasak, huquq, manfaat va shaxsiy ziddiyat yoki shaxsiy o'zining kibridan yenib o'ylasak, amaliyot hamma shal bo'ladi bu yerda. Shuning uchun takror boya deganimdek, hammasi mushu qurultayga kelsa, tayyor qurultay mana hozir tayyorlab qo'ydik. Hamma narsa tayyor. Hamma qarindoshlarimiz kelsa, shu yerda maslahatchi ishlarni bitirsak, mana bu Kurash Ataxon apandi bir to'pni quribdi. Bu yerda parlamentu deb atabdi. Hamda bu to'pning qurilganligiga men nayt xo'shildim. Bu yerda xato ish demayman. Ammo bu yerni parlamentu deb atash bu to'g'ri bo'lmabdi hamda. Parlamentu deb atamagan bo'lsa qashki, lekin men u yerdan chiqib ketmadim. Meni kirgizibdi, İlyas Shamsiddin apandini kirgizibdi, bizning hukumatdagilarning jiqini shu yerga kirgizibdi. Endi mayli parlamentu deb atmasin, u yerdan biz chiqib ketmadik. Nima uchun degan chog'da biz chiqib ketish tarafdori emas, biz birlashish tarafdori. Biz mushu Sharq Turkiston surgunda hukumatı mening hukumatim deydigan har qanday odam mushu hukumatning ichida bo'lsa deymiz asli. Shuning uchun endi bu yerda xatoliklar
kichik kechirgusiz xatoliklar emas, hammasi birdan tushib turib, bir o'tirib va davlatchilik ideologiyasi bilan o'ylab turib qilsak, hali qilinmaydigan ishlar emas. Masalan, hozir shu Kurash Ataxon apandining bir qurgan to'pi bor. U yerda mush da'voning ichidagi ismi atalgan mush da'voga ishtiyoq va qarindoshning hammasi bor ekan. Shu yerda 90 dak odam bor ekan va 90 dan oshiq. Mushu qarindoshlarimiz ashada beka ish yo'q kirib qolgan qarindoshlarmi? Yo'q, unda emas. Shu 90 qarindoshimizning qalbida shu vatan bo'g'ash kiryotidi, shu mustaqillik bo'g'ash kiryotidi. Shu topda turyotidi. Shu yerda bir-birisi bilan munozirlashyotidi. Ba'zi men aytgan tuyuqsiz u yoq bu yoqdan qarab qolsam bir-birisini tillashlarga tushibdi. Qarindoshlarim deb ichimda deb ketdim, men yerda hech qanday javob bermadim. Nima uchun degan chaqda biz nima uchun bir-birimizni tillashimiz? Mushu Sharq Turkiston davosi bilan, mustaqillik bilan hech qanday bir aloqasi bo'lmagan insonlar bilan faqat ranjishmaymiz ekan-ku biz. Ular ayrim bir dunyoda yashaydi ekan, biz ayrim bir dunyoda yashaydi ekanmiz. Hatto bir so'rinda o'tirib qolmaydi ekanmiz agar shu mustaqillik davosiningki ichidagi bir inson bo'lmasa, hatto bir-birimizning ko'nglini og'ritadigan fursatimiz bo'lmaydi ekan unda insonlar bilan. Nima uchun biz yana bir-birimizning qalbini og'ritamiz? Amaliyotda maslahat bilan ish qiladigan bo'lsak, masalan, hozir Sharq Turkiston surgunda hukumatining shu 8-navbatlik oliy qurultiyi nayti demokratik saylam nizomnomalariga, asos qonunga uyg'un ketib boradi. Masalan, bu Kurash Ataxon apandininki men niyatidan bu yerda hech qanday gumon qilmayman. Bu niyat to'g'ri bir niyat bilan qurilgan to'p, lekin bu yerda uslub xatoliklari, uslub xatoliklari bormi deganda bor. Chunki bu yerda millat vakillarini xalq saylab, shu yerlik davlatlardagi xalqlar saylab chiqsin dedik. Endi bu yerda millat vakillari bo'lmagan qarindoshlarimiz bor. Endi buni qanday qilamiz? Bo'lmaydi, qat'iy bularni hukumatga akirgin olmaydi degan niyatda emas. Xato tushunchib qolmasin qarindoshlar. Hukumatning ichida millat vakili bo'lib turishdan boshqa yana qiladigan nurg'un ishlar bor. Hukumat a'zosi bo'lish kerak. Hatto masalan mening orzuyim bilan, to'g'ri, albatta bu yerda men o'z irodam bilan bir qaror chiqaramayman. Parlamentning qarori bu yerda. Ammo mening orzuyim bilan bo'lsa, hozir millat vakili sonimiz 60 degan bo'lsak, kelajakda buni shu 60 ni ikki uslub bilan qilg'ini bo'ladi. Misolga, har bir davlatdan, har qaysi davlatdan Uyg'ur yashayotgan davlatdan 2 ga tushirib, butun dunyoning hamma yeridagi davlatlardan cho'qim 2 millat vakili chiqarish uslubini ishlatgan bo'ladi. Yoki bo'lmasa hamma davlatdan 10 millat vakili deyish orqali millat vakili sonining 60 deganni o'zgartirishga bo'ladi. Bu asos qonun o'zgartgani bo'lmaydigan 6 moddasidan boshqa narsani o'zgartgani bo'ladi albatta. Ammo shu qayerda nimaga o'zgartimiz? Nimaga foydasi bor bu o'zgartishningki? Shu o'zgartishga shu kelish kerak shu qarindoshlarimiz. Endi Sharq Turkiston surgunda hukumatida 60 millat vakili bo'ldi, yoki 80 bo'lsin, yo 100 bo'lsin, yoki 50 bo'lsin, bu masala bu emas. Sharq Turkiston surgunda hukumatining sirtida bo'lib turibmi xizmat qilgani bo'ladi-ku. Amaliyotda butun Sharq Turkistonlik bu Sharq Turkiston surgunda hukumatining a'zosi-ku asli. Mantiq jihatni o'ylab kelsak, men Sharq Turkiston surgunda hukumatiningki ishchiga millat vakili bo'lib kirmagan vaqtimda Sharq Turkiston surgunda hukumatining a'zosidek hisoblaydim o'zimni. Nima uchun? Chunki bu bizning hukumatimiz. Bu Sharq Turkiston surgunda hukumatining ichiga kirsila uning millat vakili bo'lsa xizmatchisi, bo'lmasa xizmatchisi bo'lmaydigan ish yo'q. Biz bir vatanning askari biz. Biz xalqimizning bir askari. Unda bo'lgandan bu yerga Sharq Turkiston surgunda hukumatining ichida millat vakili kirsam, men bu yerda bo'lmasa yo'q degan zihniyatdan qutulishimiz kerak. Agar masalan men Amerikadagi yerlik millat va yerlik saylamda naayta chiroyli e'lonlarni berib yerlik saylam qildik. Shu yerda men saylanolmay qolgan bo'lsam, shu 10 ning ichiga kiramay qolgan bo'lsam deganni rostini desam, bu saylam degan narsa odamga ozroq hayajon berdiki, men yag'an demasam bo'lmaydi, saylanolmay qolamanmi deb men ansirdim. Ashundaq bir hayajon bo'ldi-ki, bu saylam bo'lgandan keyin. Agar saylanolmay qolgan bo'lsam deganlarda tayyorligim qildim, hatto bir necha kun burun bu saylamdan burun. Saylanolmay qolsam men shu tashviqot ishlarida ya u ishlarda bu ishlarda men manda xizmatlarni qilib bera olayman degan tayyorlik bilan bordim shu Washingtonga. Ammo Allohga shukr saylandik.
Şunun demek şu gayrım bir yerde Şarkı Türkistan sürgün hükümetininki çokum bir vazifasini bir yerga ilinib şu vazifasini ilish uchun emas, askar bo'lish, mishaning bir fardi bo'lish niyati bilan xizmat qilsak, amaliyot hamma narsa yeshildi. Tamam. Bu yerda hammamiz ta'kidlab o'tdik. O komisyondaki nimasidami deyilgan, ko'p deyilgan bu ahvol. Ya'ni shu birlik masalasi kelganda o'zaro yo'l qo'yish, boya umid qilishimizdek bir yostiqni qirlab qo'yib, yo'linib keldi bir yetib. Zodi nima qildim men? Qanday ketkizib qo'ygan yerim bormi meningki? Boshqalarni ayblash emas, mendami bormi o'tgan yeri deganda o'ylab baqsaq, andan keyin og'zimizni ichiblar vatan millat deb ko'nib qoldik. Ammo shu deganimizga amal qila oldikmi? Qilyapmizmi degan savolni qo'yib baqsaq, agar haqiqatan shunga amal qilgan bo'lsam, men balkim ba'zi shaxsiy g'arazlarimdan voz kechib, bir joyimni qilib turib olmay, ba'zi masalalarda yo'l qo'ygan bo'lsam, balkim birlik kelish ishga oshgan bo'ladi deb o'ylagan bo'lardik. Bu komisyonning nimasidami, dokladidami jiqyada yozibdi. Hamma taraf debdi endi. Buning shu sizlar bor. Hamma taraf zodi mening deganim bo'yicha bo'lsa ish bo'ldi, bo'lmasa yo'q degan shu joyliq bo'lg'achqa bulardan birlashish arzusining nayt arzish keligini ko'rishga bo'ldi degan narsalar bor. O'shada masalalarni bir so'rab baqim keladi. Mush kasal. Sizlarda qanchalik bor yani? Zodi mening deganim to'g'ri. Zodi shu qarshi taraf mening deganimga kelish kerakdi degan shu ojizlik sizlardan qanchalik bor? Nedir? Nedir uxlab qolganda? Ekranda yo'q. Men bor. Hozir bu jahillik kesili endi ko'pinchimizda bor. Bizda bo'lsa, bizning xalqimiz bizning yuzimizga selib, bizni tanqid qilsa bo'ladi. Sen ma'noda kendinge yenişin kerak deb. Bu yerda ma'u Yevropadami, Amerikaladami think tank deydigan qurum bor, kalasoqa soldirib bir xulosa chiqaradigan. Buningda bizningki ziyolilarimiz birlikka kelib o'tirib bu ishning to'g'risi qaysi buni arib bizga bir maslahatini bersa, uni qabul qilishimiz kerak. Bu yerda bizning tushuntirayotgan narsamiz jahillik bilan tushuntirayotgan narsamiz nima deganda hukumatda qonun orqali qonunga rioya qilgan asosda boshqarish. To'g'ri. Lekin saylamni demokratik davlatlardagi demokratik qonun tuzumlar bo'yicha adil ib berish. Mushu orqali birlikni qo'lga keltira olamiz. Endi masalan rais bo'lgan bir insondan kuchliligimiz shu bütün parlament a'zolari va bütün xalqimizni o'zining balasidek ko'rish. Hem birga alayda muomala qilmaslik. Birini alayda ko'rding degan gap, yana birini chetga qaqding degan gap. O hech kimni chetga qaqmagan asosda o'zining bag'rini ham odamga ochalaydigan bir liderlik guruhini qurib chiqish. Ma yaqinimti, majriqimti ani jannatlay deydigan zikriyatlar emas. Bizning sevgiga, muhabbatga, quchoqlashga xalqimizning ehtiyoji va bizning ehtiyojimiz bor. Ümit. To'g'ri, men bu o'xshash fikrda nima uchun degan chog'da shu bizda bir bo'layotgan xatolik o'tirliqdagi to'qinishni men nayt o'ylab chiqdim. Zodi to'qinish nima bu yerda deb. Bu yerda bo'layotgan to'qinish mening rostlik to'qinishi. Endi bu yerdagi mening rostlikninki davom qila olish o'zimi nima deganda qonunsizlik masalan. Endi bu yerda qonunsizlik degan yerim davlatni boyi İlyar Shamsiddin efendimiz deb o'tib ketdi. Davlatni bir davlatning qonuni boshqarsa inson emas. U vaqtida bu davlat mangalaydi. Normal bir odatdagi shirkatlardimi bir odat men shirkatlarda ishlaganligim uchun shu shirkatning misolini jiqroq o'tirib qo'yma.
Mesela bu men ishlayotgan shirkatning xo'jayinini men oyda bir qitim ko'raman. Ba'zida haftada 2 qitim ko'ra olsak, ko'rdik bo'lmasa oyda bir qitim ko'ramiz. Endi bu yerda xo'jayin bo'lgan odam bizning hukumatning xo'jayini olmaydi-ku. Bir idoraning xo'jayini nima uchun xotirjam o'zining boshqa yerdagi mablag' soladigan boshqa ishlari bilan aldirash bo'lib bu idora bilan o'zi qurgan o'zining ochgan shirkati bilan kari yo'q juralaydi. Nima uchun shunchalik beg'am juralaydi degan vaqtida sistem degan narsa bor. Ya'ni sistem deganimiz shu qonun. İdarada shunchalik aniq qilinib o'tilgan qonunlar borki, bu yerda bu bir inson uni o'zgartirmaydi. U xo'jayin u yerda bo'lmasin ishlar yurishib mangaylaveradi. Şu qonundan chiqqan asosda. Qonundan chiqqan vaqtida nima bo'ldi degan chaqda har qancha yaxshi ishlayotgan xodim bo'lsa-mu ishdan chiqariladi. Endi qonundan ozmagan bir hukumatni qurayli deb tirishyapmiz biz. Shu qonun bilan boshqarilgan bir hukumat olsun. Farq bu yerda nima degan chaqda burun u yerdan odam to'plab olish yoki bo'lmasa o'zining ideyasiga o'zininki yaqinini akaplo mayka deb tashkilot qurib olish bizning Uyg'urlarda bosh shuti. Va mayka men tashkilotga yaqin o'zining yaqin odamlarini to'plab olish bu hukumatning shunday ishlar bo'lganmi? Bo'lgan. Ammo oxirgi taraqqiyotlarda nima bo'lyotdi desa shu xalq saylab bersin. Hozir masalan mush Qozog'istondagi, Qirg'izistondagi, Yevropadagi, Fransiyadagi, Norvegiyadagi qarindoshlarimiz bilan umrimizni ko'rish boqmagan qarindoshlar bor. Ammo 2 yilning 1 yilning oldidagi Sharq Turkiston surgun hukumati undaqmidi? Yo'q, undaq emasdi. Hammasi bir-birini taniydiganlar, bir-birini mayka deb akagan. Haqqoniyatni demasak bo'lmaydi. Ammo bu yil Qozog'istondagi millat vakili bilan Germaniyadagi millat vakili bir-birisi bilan hayotida ko'rish boqmaganlar. Fransiyadagi millat vakili bilan hatto Norvegiyadagi millat vakillari bir-birisi bilan hayotida ko'rish boqmaganlar. Nima uchun degan chaqda shu yerga yerlik saylovlarda xalq saylab chiqqanlik uchun. Endi bu yerda nerede birlashdik degan vaqtida shu hukumatning demokratik uslublar bilan yerlik saylovlar orqali saylanib chiqqan millat vakillarining o'y fikri bilan birlikda hozir masalan shu hukumatning ichida o'xshamagan fikrdagi insonlar bormi deganda bor. Masalan hozir shu hukumatning ichida Uyg'uristonchilik ideyasi kuchli insonlar bormi degan chaqda bor. Men Uyg'uristonchimi degan chaqda men Uyg'uristonchi emas, men Sharq Turkistonchi. Ammo bu qarindoshlarimiz bilan nima uchun bir ish qilib keta olamiz? Chunki ularning maqsadida mustaqillik, Sharq Turkistonning mustaqilligi. Ular deydiki, biz Sharq Turkistonni mustaqil qilaylik. Uningdan keyin xalqimiz irodasi bilan ismini Uyg'uriston qilamiz deb referendum bilan agar xalqimizning irodasi bilan Sharq Turkistonning ismi Uyg'uristonga o'zgartirish to'g'ri kelsa, shuning uchun kurash qilaman, oldi bilan mustaqil bo'laylik degan ideyadagi insonlar. Endi hammamizning ideyasiga inson mustaqillik ideyasiga insonlar bilan nima uchun birga bo'la olmaymiz? Shuning uchun bu yerda biz endi yig'ib aytgan chaqda hammamiz boya degandek kibrdan yenishimiz kerak. Kibrdan yenib, mayaka qarindishim, ayrim suhbat. Masalan, asli bu komissiyonning qildigan ishimi nima desa, inshaalloh shuni yana qilar deb o'ylayman. Komissiyonning qildigan ishi o'tganda masalan Rabiya Qodir xonimni nihoyatda chiroyli bir bayonotni beribdi. Nihoyatda xush bo'ldim men. Nima uchun degan chaqda bu yerda yaklash yo'q. U taraf, bu taraf yo'q. Mushu davoni xalqimizning mushu ezilayotgan bugungi kunida bizga nima qo'yibdi, amaliyotda bizga nima qo'yibdi taraf tutish. Bizga nima qo'yibdi bu kibrda turish. Ya bu manda aytgan chaqda o'zini o'ylab beqish kerak. G'ulom Osmon apandim oqimda bir yo'linib o'ylab baqsa, atrofida 9 odamdan boshqa odam yo'q. O'zi o'ylab baqsin. Ya'ni haqqoniyat bilan o'ylab baqsin. 9 odamdan bartiq odami yo'q oqisida qo'llaydigan G'ulom Osmonni. Anvar Yusuf apandim bir reallik bilan o'zining liqimda kibridan duttasini ravupini qo'qib turib bir yerda ravurs o'z yolg'iz jim bir yerga kirib aliqi ko'p turadigan bundaq nima atrofidagi odamlardan ish kuch adamidan boshqa odam yo'q baribir. O'ylab boqsam, men kim o? Men nima ish qila oldim hozirgacha? Men nima qila oldim desam, javob chiqdi bir ishnachi. Men hozirgacha nima ish qila oldim? Masalan, men har kuni o'zimdan bugun
Ben özümni maqtığınım emas qarindoshlar. Keşke her günü men vatan üçün bir yeni bir iş qila olgan bolsam. Her günü men qopqa etdigende qopqa vaqtimda Cenab-ı Allah'tan tilaydiganim birinci mushu vatanim üçün bir xizmatimni qila olsam, ailemni yaxshi baqa olsam. İkki narsani tilayman. Akşam yatadigan vaqtida men vatanim üçün, millatim üçün nima ish qilib beraldim bugun deganda so'rayman. Bolalarim üçün, ailem üçün nima ish qildim degan ikki narsani so'rayman. Chunki ailasi bilan bolasini yaxshi baqamagan odamning vatan üçün xizmat qila olishi notayin. Endi bu yerda nima degan chaqda bizning mujodilamiz 1 minut olsun, 10 minut olsun qila olamdik, amaliyotda deganda qila olamiz vatan üçün bir ishni. Eng bo'lmaganda o'zimizning idorasidagi bir xizmatdishimizga Sharq Turkistonning ahvolini anglatamiz. Masalan, men bir misolni beray, mana bizning hukumatningki ba'zi tashviq materiallarini, lozunkalarni bu bostirish uchun Amerikada bir office depot deb bir yer bor, Amerikadagilar bildi. O ishxona materiallarini sotadigan, print ishlarini qiladigan yerga o'tganda berib, men Sharq Turkiston sürgündü hükümeti, Sharq Turkiston degan bayroqliq nimalarni bostirib olsam, hamma bir nechasi o'ylashdi bu nima deb. Hamma yerda fursatimiz bor amaliyotda. Qilamiz desak Sharq Turkiston uchun xizmatni o'tdagan, qo'pqan hamma yerda qila olamiz. Bo'libmi bugünkidek tashviqot dunyosida. Endi shuning uchun bu yerda yana desak, yana shu hammadan biz bir yerga kelinmayotgan yerimiz nima degan chaqda ash manlikdan uzoqlashish. Agar mendan uzoqlashib biz ideyasi bilan mangsak, mushu ishlarning hammasi asli oydinlashadi. Qig'ini bo'lmamdi, bo'ladi. Ash Anvar Yusuf efendim o o'zining kibridan yansa, nima uchun xalq saylamiga ishonmaydi? Masalan, bu G'ulom Osmon efendim nima uchun xalqning saylamiga ishonmaydi? Saylanamisi nima bo'pti? Saylanamay qas vatan uchun xizmat qilgani bo'lmamda, bu mustaqillik da'vosi uchun xizmat qilgani bo'lmamda, nima uchun xalqimizdan qo'rqaydi bular? Nima uchun xalqimizning irodasidan ansiraydi? Agar xalq saylamasa, demak seni shu xalq bu ishga layoqatli ko'midi degan gap. Demak sen xizmatda shu layoqatligingni ko'rsatmading degan gap. Agar ko'rsaman desang, kelajak 2-4 yil uchun tirishishing kerak. Masalan, bir o'quvchiga o'xshash. Ayni vaqtda bizning universitetga imtihon berayotgan hayotlarimizdami bo'ladimi? İmtihondan o'tanmatdik yoki to'varak bir maktablarga o'tib qolsak, 1 yil kechikib, yana tayyorlik qilib o'tadigan og'aylarimiz bo'ladimi? Masalan, mening bir og'aynam yaxshi o'qigan bir og'aynamdi, darsda hammamizdan yaxshidi, ammo texnikum maktabga o'tib qoldi shu og'aynimiz. Afsuslanarli. Texnikum maktabga o'tib qolgandan keyin 1 yil kechiktirib, bizdan 1 yil keyinidan universitetga o'tdi. Bizning tibbiy institutninki doktorligiga o'tdi. Iroda degan munda bo'ladi. Agar shu xalq bugun 1 yil saylamagan bo'lsa seni yoki bo'lmasa raislikka 1 yil saylanmagan bo'lsang, davomli xizmatingni davomlashtirib, sening layoqatligingni ifodalamamsa jinim qarindishim. Nima uchun rais bo'lish uchun yaralganmisan? Sen Uyg'ur bo'lib yaralganligingni e'tirof qil oldi bilan. Sen rais bo'lib yaralgan emas. Bu dünyada hech kim rais bo'lib yaralmaydi, ammo rais bo'lish layoqatini qozonishing kerak xalqning oldida. Agar mushu iroda bilan, mushu ideya bilan bo'lsak, amaliyot hech qanday ziddiyat bo'lmaydi bizning aramizda. Shuning uchun takror yana bir qitim mushu qarindoshlarimizga Janob Allohdan bir insof va oxirida mushu qarindoshlarimizga bir to'g'ri yo'lni Janob Alloh ko'rsatib, mushu birligimizni qura olamiz deb ishonaman. Amaliyot Anvar Yusuf afandininki Sharq Turkiston sürgündü hükümetiga emas, Sharq Turkiston mustaqillik davosiga foydalari yo'qmi? Bo'ldi. Men Amerikaga kelishdan burun tonigan Anvar Yusuf efendini. Men Sharq Turkiston o'quvchi yoshlar birligida vaqtimda Turkiyaga kelibdik, shu Amerikadagi bir tashkilotning raisi men deb. Shu vaqtda tonigan. Ammo shu chaqdan tortib o'zgarmagan bir kibri bor bu Anvar Yusuf efendining. Shu chaqdan esimdan chiqmaydi. Yig'in zaliga kelib 6 sumka bilan 6 chamadan bilan kelibdik Turkiyaga. Aşa hamma odam o'zining bir tal sumkasi bilan kelib, yotig'ini o'zi tepib kirib ketgan, ammo Anvar Yusuf efendi 6 tal sumkasini taqqa tashlab qo'yib, "Mani chim achirida mening yotig'imga" deb so'ragan. Ashada xizmatchi talab qilgan, shu bizni o'quvchilarni sizlar akiringlar demoqchi hamdi. Bizmi tishimizni tishlab bo'pti, mehmonga deb akirgan, kibrni shu yerda ko'rgan bu odamning. Men Anvar Yusuf efendi kibridan agar yonsa, da'vo uchun
özünün qilgan xatoliklardan yansa nim bo'pti? İnsan-ku biz. Bizni xatolik o'tmamda insondan o'tidi. Xatoligimiz o'tgan vaqtida xalqimizdan kechirim so'rash bizga shunchalik tasma, nima uchun xalqimizdan kechirim so'ramaymiz? Shu o'zidagi xatolikni e'tirof qilib, xalqidan kechirim so'raliga odam lider bo'ladi. Enver Yusuf Efendi'l emas. Bu İsmail Çingiz, G'ulam Osman. Mesela G'ulam Osman Efendi bilan nurg'un fikr birligimiz bo'g'ayalar bo'ldi. Fikr birligimiz qachon ayrildi degan vaqtida bu yerlik saylamlarga qarshi chiqdi. Demokratik saylamga qarshi chiqdi. Yanala men anda o'ylayman, manda o'ylayman. Mush Uyg'ur xalqi texi uyg'onmidi? Xalqqa, millatga ishonmagan odam qanday da'vo qila oladi? Albatta xalqning ichidan har millatda bo'lgan o'xshash xoin, munofiq bo'lamdi, bo'ladi. Ammo butun millatmi endi bunda xoin bo'lib ketamdi. Bir millatning hammasi xoin bo'lib ketmaydi. Agar bu da'voda xalqimizga ishonmasak, nima ish qilamiz undan bu da'voni qilib? Shuning uchun oldi bilan yig'ib ketgan chaqda biz kibrdan yeyishimiz kerak. Xalqimizning oldida qilgan xatoliklarimiz bo'lsa, xalqimiz yuzimizga shaplaq ursa, shu shaplaqni bizga attir gul suyi chashdi deb qabul qila olsak bo'ldi. Amaliyotda xalqimizning bizga ko'rsatgan xatoliklarimizni ko'ztipaganlarni mo'mining aynigim deb biz asli peshonasiga so'yib qo'ysak bo'ladi. Yeshi bizdan cho'ng bo'lsa qo'lini so'yishimiz kerak. Rahmat, ma xatolarni ko'rsatding deb. Yeshi kichik bo'lsa peshonasiga so'yib qo'yishimiz kerak. Bizning xatoligimizni ko'ztipagan odam amaliyotda bizning aynigimiz u. Shuning uchun qarindoshlar, inshaalloh bu qarindoshlarimizdanmi shu sadoqat, shu niyat, shu kibrdan yenib hammamiz birga ish qila oladiganimizga ishonma va bu mushu qurultayimizdan o'tgandan keyin va mushu bizningki 8-navbatlik oliy qurultayimiz g'alabalik ketib bordi, nihoyat chiroyli o'tgandan keyin birinchi qildigan ishlarimiz shu mening orzuyimda. Albatta yangi chiqqan kabinet, yangi chiqqan raislar buni texmi belgilaydi deb o'ylayman. Ammo mening orzuyim o'sha hukumatning yangi kabineti qurilib chiqqandan keyin birinchi qildigan ishlar mushu taraflarga bo'linib ketgan taraflarni bir yerga akilish. Bir yerga akilib, xalqning egi chiqqan bir hukumat qilib chiqish. Bu mumkinmi? Mumkin. Ammo buni o'tirib o'ylash kerak. Bu masalan bu nimati bu Mamtimin Ala Efendi'ninki komisyon. Bu komisyonning degandek bir oyning ichida, 2 haftaning ichida maqarar, 2 haftadan keyin maqararni elib kasdim, pishdim, bo'ldi endi deyish bilan unda tugab ketsa bo'lmaydi. Bu aldiraqsanlik bilan bo'lmaydi bu. Buningga zaman kerak. Albatta xalqimizning hozir ahu zarida zaman yo'q, lekin ma ishlar aldiraqsanlik bilan bugun qaror elib 2 kundan keyin 24 soat ichida javob bersanglar, ba'dinglar bo'lmasa men hammanglarni o'lim jazosiga hukm qilma deyishlar bilan bo'lgan ishlar emas bu. Bu maslahat bilan hamma narsani jipidan yig'inish, o'ylash bilan bir yerga kelish kerak oldi bilan. Bir yerga kelib Enver Yusuf Efendi bilan hozir masalan shu hukumatning ichida Sharq Turkiston surgundi hukumatining ichida Enver Yusuf Efendi bilan bevosita so'zlashilgan kim? Hozir hech kim yo'q. Chunki Enver Yusuf Efendi reallikni desak o'zini men prezident deydi. Oyaqda G'ulam Osman Efendi men o'zini prezident davogan. Mayaqda İsmail Çingiz men bosh minister davogan. Oyaqda Kurash Ataxon Qopov Efendi o'zini men parlament raisi davogan. Tunugim Kurash Ataxon Efendi menga nihoyat chiroyliqcha, nihoyat kamtarlik bilan bir xat yozibdi. Ümit İlyar işkinlardan ötünüp so'raydiganim mening shu G'ulam Osman ağan qarorlarni yo'q qilib o'tishinglarni umid qilaman deb. Bu G'ulam Osman Efendining ağan qarorlarini biz allburun bu atalmış taftishdagi qarorlarni yo'q qilib o'tgan bo'lsanglar men to'g'riliq debdi. Biz taftishdagi qarorlarni yo'q qilib o'tdik. Men Kurash Ataxon Efendiga mishadan javob beray, men endi javob bergidek fursat topolmagandim. Biz qarorlarni yo'q qilib o'tdik. Bu
Kurash Ataxon apandini milletvekilligidan chiqarib etdik degan gapimiz yo'q. Uni biz milletvekilligidan chiqarib etmadik Kurash Ataxon apandini. Ammo Kurash Ataxon apandi o'zi Sharq Turkiston surgun hukumatiningki prezidentligi nomzodini ko'rsatgan. Men Sharq Turkiston birinchi bu yerda Kurash Ataxon apandiga bu yerdan do'stonalik bilan shu mesajimni yo'llaymanki, oldi bilan bu yerda lider bo'lish uchun o'zi turayotgan tashkilot ya o'zi turayotgan bir organning qoida tuzumlariga, qonuniga bo'ysunishni o'rganish kerak bir inson. Masalan, Kurash Ataxon apandi o'zini Sharq Turkiston surgun hukumatining 8-navbatlik oliy qurultayiga prezidentlik nomzodini ko'rsatdi. Nomzodini ko'rsatgandan keyin biz saylam tayyorlik komiteti bu Kurash Ataxon apandiga nihoyat ochiq bir mesajni avatdik. Kurash Ataxon apandi, siz o'zingizni İsmail Chingiz apandining hukumatidan mubodaysizkan, o'zingizni paloyada men reis deyapsiz. Hozir bu zodi maqsadingizni aniqlang. Sizning hukumatingiz zodi qaysi hukumatning o'zini prezidentligiga ko'rsatyapsiz o'zingizni? O'sha Amerikada ichilayotgan 8-navbatlik oliy qurultayda prezidentligingizni ko'rsatayotganligingizni bir doklad orqali uchiqlang, undan keyin biz prezidentlik nomzodligingizni qabul qilaylik. Bu sizning hozir nega o'zingizni ko'rsatganingizni biz qanday bilamiz degan talabni qo'ydik, ammo buningga hech qanday pisand qilmadi Kurash Ataxon apandi. Kashki shu chaqda men hatto shunchalik orzu qildim. 24 soat, 48 soat, hatto millat vakillarining ichidan chaqchaq qilganlar bo'ldi. Umid bu Kurash Ataxon apandiga kelgan chaqda soatlar uzrab ketib bordi. 24 soatni hozir 48 soat bo'lib ketaydi. Texi javob bermadi. Nimish qarorini chiqarmaysizlar dedi. Oxirida shu nomzodlarningki o'zini ko'rsatgan vaqtda to'shqish saqildik. Ammo o'zini ko'rsatmadi. Bu yerda hamda birinchi biz davlat bo'lish uchun nima qilishimiz kerak degan chaqda o'zimizning davlatning bir xodimi ekanligimizni e'tirof qilgan vaqtimizda xalqimiz e'tirof qiladi. Shunda bo'lgan vaqtimizda biz xalqimiz uchun xizmat qila olamiz. Biz oldi bilan tuzumga rioya qilishni o'rganishimiz kerak. O'zimiz turayotgan, o'zimiz davlat deyotgan davlatning o'zimiz tuzgan qoidalarga biz rioya qilmasak kim rioya qiladi uningga? Shuning uchun oldi bilan ma hukumatning tayyorlik ishlari nihoyat yaxshi ketib bordi. Qurultayimizni o'tkazimiz. Hamma me'morlar kelsin. Mishadan butun mush Kurash Ataxon apandiga, Ismoil Chingizga, Anvar Yusuf apandiga, mushu Uyg'ur davosining beshida ketib qolgan liderlardan Rabiya Qodir xonimga, shu Dolqin Ayso apandiga, Dunyo Uyg'ur qurultayining muavin raislariga hammasiga chaqiriq avatdik. Shu Mamtimin A'lo apandiga hammasiga. Hammasini shu so'rinimizda saqlaymiz. Agar mishada bir niyat maqsadimiz birlashish bo'lsa, nima uchun kelanmaymiz shu yerga? Shu yerga kelib, birga o'tiraylik, maslahatlashaylik, qurultayimizni o'tkazaylik, undan keyin qo'pib, "Ma ishni qanday qilamiz?" deb millat vakili bo'g'isi bog'lar, millat vakillariga iltimos qilsin. O'zini bir vazifalarga, kabinetlarda xizmat qilishni o'zining qobiliyatiga ishonsa, odam to'shtiramay ketimiz-ku ba'zi bu ministerliklarga, mustashorliklarga xizmat qiladigan yerdan to'lanasi yo'q bu hukumat deganda. Masalan bir tashqi ishlar ministerligi desa, tashqi ishlar ministri bir odam bilan tugamda u. Uning har bir davlatdagi bosh elchilar bo'lish kerak. Bir moliya ministri desa, shu moliya ministri bir odam bilan to'shamda, har bir davlatlarda uning sho'basi bo'lish kerak, moliya sho'basi. Tashviqot ministerligi desa, tashviqot ministri hamma ishni qilib ketamda. Masalan, jasorat sizni ayt undan bilasiz. Mushu to'rda o'zingiz texnik ishini qilsiz, o'zingiz muxbirligini qilsiz, o'zingiz savolni so'raysiz. Mushuningda kashki yiningizda 2-3 odam bo'lsa deb o'ylamsiz, o'ylamamsiz. Shuning o'xshash bu hamma ministerliklarda qiladigan nurg'un ish bor amaliyotda. Nima uchun bu yerda rais bo'lsalam, parlamentining nimaninki bosh ministr bo'lsalar, bu hukumatda o'rin olaman, bu misma o'rin olmayman deydigan bu qanday ish bu? Asli maqsad shu kibrdan yenish. Gapim tugadi. Rahmat. Endi men u Umid apandining gapidan bir narsani his qildim. Chunki oramizdagi ziddiyatlar ko'pincha shu fitna bilan ulg'uydiki. Bugun yana bir gap anglab qoldim. Bu fitnamikin deb gumon qilgan bugun Umid apandining so'zlaridan javob olgandek his qildim. Ya'ni
Aramlardaki birisi depti ki ayni vaqtda şu bir necha insonni chiqarib o'tishda muhim rol o'ynaganlar şu ellar bilan umidni masalan deyliqqa kurash deganni chiqarib o'tishda bular sakrab chiqib chiqarib o'tmasak bo'lmaydigan chiqarib o'tgan. Endi qo'pab ma bizning anaqa fikr birligimiz bir yakamashga bo'lingandan keyin ular eg'iz burun yalishib qaytadan bir yakapdi. Kurash Ataxon bilan hamkorlashib yana boshqa İsmail Chingiz bilan Anvar Yusuf Turani bilan hamkorlashib birlashib bir birleşip asıl qilish orqali shu yig'inni o'z oldiga ichish niyati bor ekan. Ya'ni bu odamlar lekin shu o'zlari tashabbus qilib qo'g'lab chiqarayotgan odamlar bilan qaytadan eg'iz burun yalishishidanlar bizning bularni chiqarib o'tishimizning hukumatdan chiqarib o'tish amallarini tashlashimizning to'g'ri ekanligini isbotlaydi debdi. Bunga bir qisqa javob bersanglar. İlyar Efendi cevap versin buna. Bizning zihniyetimizde hozir parlamento har qanday bir huquqdagi inson xatolik o'tkazsa parlamentoning ko'p sonligidan ovoz bilan ilib tashlanishga bo'ldi deylik. Burun xatolik o'tkazganlarni fakti bilan parlamento to'piga qo'yib ko'p sonliqning ovozi bilan biz hukumatdan quvib chiqargan ahvollar bo'ldi. Ama milletvekilligidan hech kimni chiqarmadik deylik. Milletvekilligidan hatta İsmail Chingizni 20 aprel baş ministerlikten algan vaqtida milletvekilligidan chiqarilmadi degan narsa alayda ta'kidlangan. Şuna bizning hozir 11 ayning 13-kunligicha bo'lgan aralıqda bizning butun koni parlament a'zolari milletvekilligidan chiqarilmadi. Ular mevcut. Bunun içinde Kurash Ataxon mı var, Yamli Tekan mı var, Abdullah Tursun mu var deylik biz hazır. Lekin bu parlamenter sistemni tushunmaydigan bazı birleri biz ular ayrım hükümet kurup algandan ular bizning aramızdan chiqib ketdi. Ular bir parlamentin a'zosi emas degan gapni qildi. Biz dedik parlament men ular bilan yaxshi vaqtimdimi dedim bu gapni yomonlashgan vaqtimdimi dedim. Biz İsmail Chingizni 20 aprelning videolariga qaranglar, hatta G'ulom Kamning bayonotiga shuni kirgandik. Biz bosh ministerligidan oldik, parlament a'zoligidan olmadik. Parlament a'zolarini milletvekilligidan chiqarish degan unda oddiy bir masala emas. Buni da hukumatning kuchi yetadigan masala emas. Bular deydiki, Donald Trump ministerlerini chiqarib etib, boshqasini qo'ydi deydi. Ministerlarni almashtirishga bo'ladi. Hukumat rahbarlari parlamenter sistemlerde baş minister özünün ministerlerini almıştırıp özünki hükümetini, administrasyonini, kabinetini kuruş hakkı var. Ama parlament a'zosini, milletvekillerini hiç kimden çıkarış hakkı yok. Biz baştan ahir bunu dep kelyapmiz. Bunun kelgan chog'da bizga bu degan töhmatni asli bo'lmaydi. Abim Ümit eskartib o'tgandek Kurash Ataxon afandiga sen tarafını iniq qil. İsmail Chingiz vazifasini e'lonlangandan keyin u o'zini ayrim hukumat deb e'lon qilinishini biz qabul qilmadik. Endi uning qurib olgan parlamentning raisi ham bu parlamentning raisi bo'lishim to'g'ri emas. Sen tarafını iniq qil degan gapga shu nomzod qilsam qo'yolmaysan, o'zingni qo'yman desam bir bayonotingni ber dedi. Bu to'g'ri. Ammo Kurash Ataxonni milletvekilligidan chiqarib etdi deydigan qaror bo'lmadi. Agar unda qaror bo'lsa men uni qaytilmayman, ham qo'shilmayman. Eylemi milletvekili deb nima saqlayapmiz yig'inga. Saqlayapmiz hozir biz G'ulom Osmonning 11 ayning 13-kunigacha milletvekilimiz deb qarayapmiz. Abdulat Nurni shunday deb qarayapmiz. Bu yerda ular bizni chiqarib etdik deyotgan bo'lsin, buni bir qonunsizlik. Ammo biz yana qo'zg'imizni kang tutib bu hükümetin birligini saqlaymiz deb mushu yig'inni saqlayapmiz. Hatta telefon qilishni o'ylayapmiz. Men qildim ba'zilariga. Kelinglar, qilmanglar, ayrılmayli bir yerda birlikni saqlaylik deb. Bular hozir taftishda bir necha odam bilan taftishni qurib
Bu yerda millet vekillerining köp sonliqini hukumatdan qo'g'lab chiqarib etdik degan nima degan gap bu? Bu qoida bilmaslik bu. Biz Kurash Ataxon bilan eg'iz burun yalashgan yerimiz yo'q. Kurash Ataxon bilan biz mushu bir hukumatning parlamentosining a'zosi deb e'tirof qilinglar. Agar biz ular ayrim hukumat qurib oldi deb biz u parlament a'zolarimizni hukumatdan chiqarib etgan bo'lsa, chiqarib etdik deb qarasak shularga o'xshash, u vaqtida İsmail Çingiz'in özüne ayrım bir hükümetini ilan kılınışını haksız deb qarashimiz kerak. Biz vaqtida bölüngen bo'lamiz. Bizning prensipimizda hammasi bizning vakillerimiz ama İsmail bir yerda ayrım hükümet ilan qilib xato qildi deyapmiz. Ama Kurash Ataxon bu yerda o'zini ayrim hukumat davog'ini yo'q-ki, bu agar İsmail Chingizga o'xshash men ayrim hukumat deb e'lon qilib chiqib olgan bo'lsa Kurash Ataxon, u chog'da sen bu maydoningni iniq qilding desak, ammo bu o'zini men hukumat deb e'lon qilib chiqqani yo'q. Mana mushu hukumatning bir a'zosi deyapti u. Shuning uchun bu yerda Kurash Ataxon apandininki faqat prezidentlikning nomzodini qabul qilmadik. Chunki bu saylam tayyorlik komitetininki takliflarini bija keltirmaganligi uchun. Yani o'zining tarafini iniq qilmaganligi uchun faqatla bu yerda nomzodligini qabul qilmadik. Ammo Kurash Ataxon apandining millat vakilligi hech kim chiqilolmaydi bu yerda, xuddi G'ulom Usmon apandining. Ammo bu yerda agar sizlarning ijozatinglar bo'lsa, bay Ilyar Shamsiddin aka deb o'tib ketdi. Men hatto telefon qilaymikin deyapman, ba'zilarga qildim dedi. Men bir isbotni nima qilib qo'yayman. Mana bu 9-oyning, yo'q, 9 deyman, 10-oyning 30-kuni, mana bu 10-oyning 30-kuni men Salih qerindishimizga, gerçi hem de Salih qerindishimizni meningdan nayet ağrınğanlığını aytib, men bu Ümit degan adam bilan ish qilanmayman, u bu deb nayet ranjib ketgan bo'lsa-mu, hem de men mushu hukumatning birligi, barobarligi uchun ash o'tganda biz videoda deyishganimizdek, men Salihga meyada gap qoldirib qo'ydim. Nima uchun degan vaqtida bu hukumatning bir millat vakili u hem özünü prezidentlikka namzat ko'rsatgan bir namzat u. Hali hamma bizning prezidentlik namzatimiz demiş 10-oyning 27-sigacha, ammo 10-oyning 27-sigida parlamentoning ko'p sonligi Salihninki namzatligini ikkining ichiga kiramidi 3 namzatdan birisi. Ammo hali hamma Salihning bu hukumatda nurg'un yaxshi o'rinlarda xizmat qilishiga yo'l ochiq. Masalan, bu yerda Salihga mushu maslahatni sep telefon gap qoldirib qo'ydim, ammo anglamabdi. Assalomu alaykum Salih, qanday oling? Yaxshimi? Afkam salomatliging yaxshimi? Bu yig'inning ajandasini tuzayotganligini hozir shu yig'inning ajandasiga o'tganda degan Amerikaning siyosatchilari ondan keyin Jiraqdan mehmon keldi degan shu ajandaga so'zlaydiganga ismini kirgizamdiq yoki mehmon deb yozib qo'yamdiq. Qanday qilamiz? Protokolda so'zlaydiganlar undan keyin o'tiradigan o'rinlarga birinchi ret o'tiradigan bu bir senden so'raydigan ishimiz ajandaga PowerPoint orqali uni yasab ma'lumot nimaga undan keyin broshurdagi ishlar ash broshurga yig'inning ajandasini qo'shib deyapmiz. Kimlar so'zlaydi masalan. Shuningga masalan ichilish marosimida hamda sen so'zilsang, ammo Amerikaningki bosh elchisi bo'lgandan keyin hozir uningda shu 4-oyning yog'i Amerikada nima ishlarni qildik, hukumat nima ishlarni qildi degan bir reportdek sen so'zilsang, undan keyin G'ulomkom kelsa, G'ulomkommi shu hukumatniki G'ulomkom o'tganki 3 yillik to'g'riliq azroq doklad berdi qachon. Ama jarayonini hamda shu o'xshash gaplar shu maslas silib Salihga yana gap qoldirib qo'ydim. Nima uchun degan chaqda bu yerda biz asli shu G'ulomkomninki o'zininki
ideyasiga yaqqan odam bilan ish qilaman, qolganini hukumatdan chiqarib o'taman degan ideyasi bo'lmagan bo'lsa, shu zihniyat bo'lmagan bo'lsa, bu Solihmi bu xato yo'lga kirib ketmagan bo'lardi. Bu yerda bo'layotgan masala nima desa, demokratiyaning nima ekanligini demokratik davlatlarda yashab turib tushunmaganligi bir xatoligi bu G'ulom Komniki va G'ulom Komning orqasidan agishib ketganlarning. Endi bu yerda mantiqiy jihatdan bir o'ylab boqaylik. G'ulom Osmon apandi mushu 11-oyninki uni yangi millat vakillar qasam ichib yangi parlamenti qurildigan vaqtida vazifasidan tushib turib Ablat Nur apandimi shu, G'ulom Osmon apandimi shu, hammamiz normal bir millat vakili bo'lib kiramiz u yerga. Ya'ni hamma odam parlamentoga Qur'onni tutib turib qasam qilib parlamentoga bir millat vakili bo'lib kiramiz. Ya'ni 11-oyning 9-yili huquq va bularning. Bu 11-oyninki 9-i vazifasidan tushadigan bir insonning kelajak 4 yil uchun kimning nima vazifa tutish kerak, kimning millat vakili bo'lish, kimning bo'lmaslik deganlarga kelajak 4 yilning hukumat uchun qaror berishdak bir diktatorlik bo'lmaydi hamda. Shuning uchun bu yerda uni chiqarib o'tish kerak, buni chiqarib o'tish kerak degan narsalarga qarshi bo'lganlikdan chiqdi bu yerdagi bu narsa. Hozir Sharq Turkiston surgundi hukumatiningki demokratik bir uslub bilan saylam ib berilib, mushu demokratik uslub bilan taraqqiy qilishiga ishongan har qanday odam bilan xizmat qila oladiganimizga men ishonaman. Masalan, Sharq Turkistonning mustaqilligini nishon qilgan, Sharq Turkistonninki hatto mustaqilligini nishon qilib turib, Sharq Turkistonning ma'arif xizmatlarini qilayotgan, milliy urf-odatimizni tunishtirayotgan, milliy urf-odatimizni tunishtirish orqali Sharq Turkiston xalqining mavjudiyatini saqlab qolish, dunyoda Uyg'ur xalqini, Sharq Turkiston xalqini tunishtirish uchun xizmat qilayotgan tashkilot bo'lsin, insonlar bo'lsin, hammasi bilan Sharq Turkiston surgundi hukumati ish qila olmaydi. Nima uchun qila olmaydi? Chunki bu bir hukumat, bu tashkilot emas. Bu hukumat degan chaqda bir ideologiyaninki ya G'ulom Osmonning, ya Anvar Yusuf apandining yoki Ahmad Samatning o'zining kallasida yetildirib olgan, kichigidan cho'ng'igacha o'zi yetildirib olgan bir psixologiya bilan insonlar kelsa ishlayman, bo'lmasa kelmayman desa, bu hukumat bo'lmaydi bu. U qabilavozlik bo'ladi u. Hatto qabilavozlik emas, tariqat bo'ladi. U biz tariqat quramiz demadik. Biz Sharq Turkiston surgundi hukumati quramiz deyapmiz. Tariqatchilikqa bu yerda yo'l yo'q. Ma'luvozlikqa yo'l yo'q. Cho'qim mening otishligim bo'lsin. Mening otishligim bo'lmasa bu yerda bo'lmaydi deyish yurtvozlik bu. Buning yo'l qo'ymasligimiz kerak. Bunda zihniyatlar bilan hukumat ololmaydi. Shuning uchun oldi bilan o'zimizning zihniyatini ozod qilishimiz kerak. Biz vatanni ozod qilishdan burun va oldi bilan o'zimizningki zihniyatidan mushu diktatorlikdan qutulgan, hur iroda bilan hur fikr qila oladigan bir erkin zihniyatga ega bo'lgan chaqda Sharq Turkiston mustaqil bo'la oladi. Men gapim tugadi. Rahmat. Oxirda so'raydiganim o komissiondagilarniki oxirida yozg'ini aniqqa qarori yoki uqtirishi deylik, keyingi qadam deb yozibdi ular. Bu qaror jamoatga tarqatiladi, ya'ni tarqatildi. Zaten hammamiz o'qidik. Bu haqda komissiyaning izlanishlari va o'ylari xalqqa ochiq-oshkor yetkaziladi. Yuqorqi taraflar komissiyaning qaroriga qarshi chiqqan ahvolda komissiya jamoatimizni bu uch tarafning barliq faoliyatlarini darhol to'xtatishga va birlikka kelgan xalqning orzu istaklariga haqiqiy vakillik qiladigan hukumatni qurib chiqishga qarata ularga uzluksiz besim tushirishga chaqiriq qiladi. Bu uch taraf harakatini davomlashtirib, o'zi bilgancha ish elib beraversa, komissiyamiz texmo keng jamoat boshlari bilan kengashib, bu haqda texmo cho'ngroq harakat plani tuzishga va uni ijro qilishga tayyordir deb yozibdi. Demakki, bugun ishqonlar bilan bo'lgan suhbat jarayonida javobni olgan bo'ldik. Ya'ni u 11-oydagi 11-oyninki 10-kuni ochiladigan qurultay
11 ayının 10 açıldıgan kurultay öz yolu demeni veriyordu. Ama o komissiyanın ki ahirki gibi anladınlar. Bula hamde eğer üç taraf bizden degenimizge kirmey özünün işini kılayverse biz yana texmi köp cemaat erbaplarının fikrini eliş arkalık asasen şu bütün halk itiraf kıladigan bir sürgünlü hükümetinin barpa kılış yolunda tirişimiz depti. Bu yerda Muşu jığıl 11. ayki kurultay açılgan haletdi mu? Eğer komisyon öz hizmetine devam kısa yana keng ko'lamlik ommaviy asosi bor bir hukumat qurish jihati tirishsa, sizlar qaysi darajada hamkorliklar ular bilan? Bununla ben bir cevap vergim kilovatıda cesaret efendim. Bununla bizimki hemkarlık taraftar işgalliğimizni ben başta sözümde yine oturup koydum. Hazır komisyonun bu oturup koygan kararı da bir hal kılgıç tedbir dep bu işlerin ki tertibi mandak buluş gerek deydiğen bir dersi yok. Onun için bu komisyon mu özlüğüden bir teşkillengen komisyon mu ya ki kanda peyda olan ya ki bir halk tarafından saylangan komisyon mu bu mu inaka meseldi. Hazır anılsak yeni bir komisyon peyda oldu diyen geplerini anlavatımız. Bu yerde bir tertip buluş gerek, bir hal kılgıç tedbir, İngilizce'de solution. Bu nasıl yok bu demenin ki komisyonun kararı da. Abi dedik ki aldırıp çıkargan kararı da. Mesela hazır halk deydiğen hukum yaman bir mevhum hukum. Bu şu bir neçe yılın aldıda Suriye'ye 10 mingdek kardeşimiz acayip bir teşvikatlarını kılan bizimki ölümalarımız yoki onun saçında vatanperverlerimizdek görüngen insanlar tarafından Suriye'ye mangızıldı. Aşımı nayeti bir çoğun bir nüfus 10 ming degan. 10 ming adam az adam emas. Endi halk depla ma'lum bir qiqasini chiqarib atgan adamlar biz xalqning vakili deyish to'g'rimi? Bu yerda xalqning vakili qandoq bo'ladi? Bu meseleler hakkında iniq bir izohat yozilgani yo'q. Mesela 10 ming adam bir yerga kelsa, bu çoğun bir xalq bo'ladi normalda. Aşılar azdırılıp bir dozaqning ichiga avatildi o'z vaqtida. Bunu kim qildi? Bunun da kimler ayıplik? Ma meseleler var. Hazır şu qiqasini chiqarganlar hazır hükümet to'g'riliq bir vaqt cho'qqan chiqarib atıldı deb bilaman hazır. Onun için bu işni bir tertip selish kerak. Tertip salgan chog'da xalq vakili qandoq bo'ladi? Buning bir salohiyati bo'lishi kerak. Qandoq odamlar Sharq Turkiston surgundi hukumatiga millat vakili bo'la oladi? Bunu yezilib chiqish kerak. Buningda bir fikr birligimiz bo'lishi kerak hammamizning. Hozir beradigan javobimiz mesela biz bu xalq tarafidan saylangan vakillar dalalaymiz özümüzni. Eğer bunu itiraf kılmayınız dese bu saylamda yeni bir kıtım ötküzüşümüz gerek. Biz yerlik millet saylamını kılga vaktimizde hazırlıkım şu mentimin alalağımı haberler yetkizildi. Ümit Agahim'i Batı bunundaki 20 adam Türkiye'de biz oturup karar kılıp bu hükümete kirmeydiğen bulduk dedi. Daha o bir buna bizden yaptık. Biz kimle tutup aldık? Hiç kimle tutup alganımız yok. Hem de mesela Türkiye adır mürekkep bir aylandı hazır. Türkiye'de çoğun bir Xitayning lobisi var. Bunda şaraitta her bir devletten nurgun adamla ekranışkı bulmaydı. Şunu çekilime koydu. Mesela Türkiye'de ilan versin çıkarsın Türkiye'deki bizimki Şark Türkistanlıklar özünün muayyen derecede milletvekillerini çıkarıp versin. Birbirisini yakıştırıyordu. Hakikaten içiden Şark Türkistan müstakillığını kollaydıgan vatanperver qarindoshlarimizni saylab berish kerak bu yerda. Bunun için nurgun oyuncular var, qalayimqan adamlar var. Bularning hammasini xalqda bekir olandi bu hukumatning ichiga. Bu yerda bularning sortlari ayrilish kerak. Bular tafsiliy bir şekilde muzokara bilan bekitilmasa yana bir qalayimqanchilikqa yo'l ochgan bo'laman. Evet.
Mənim də İlyas Şəmsəddin əpəndining gapidan sal boshqacharoq bir ko'znakdan qarab turib gapirishni to'g'ri ko'raman. Komissiyon men nihoyatda xushal bo'lgan bu komissiyonning qurilganiga. Gerçi bu komissiyon xalq tarafidan saylan bilan bir saylanib chiqqan yoki bir uslubiga uyg'un bir saylanib chiqqan bir komissiyon bo'lmasimi? Hamda bu yerda biz tujmanlik qilmayli degan narsa bilan buni komissiyonni nihoyat hurmat bilan qabul qildik-da. Masalan, hurmat bilan qabul qildik deganimiz, Mamtimin a'loni kim saylabdi degan savolni so'ramadik. Biz o xalq tarafidan saylanib chiqibdik Amerikada. Mamtimin a'loni bir komissiyonga kim bekitib qo'ydi deganni so'ramadik. Nurmamad Musabay olsa Amerikada yaşaydı. Biz şu Amerikadaki yerlik saylamlarını qilgan vaqtimizda Nurmamad Musabaymi hukumatning yerlik saylamiga qo'shilsa, mushu hukumatning ishchi turib xizmat qilsa bo'ladi, ammo qilmadi. Endi Nurmamad Musabayni kim saylabdi? Amerikada hech kimning xabari yo'q. Buningmi surishtirishni qilmadik. Endi Pidoyilar, Ahmad Pidoyi Ahmet Pidoyini arlıqda G'ulom Usmon apandi shu hukumatga kirdiganga taklif qilib, hukumatga kirdiganga az qoldi, bijg'irish qoldi, bir barmoqchilik qoldi deb jugandi G'ulom Usmon apandi Ahmet Pidoyini. Oxiri qanday bo'lgan bu Ahmet Pidoyi Sharq Turkiston surgundi hukumatdagi millat vakili bo'lishni qabul qilmaganmi yo qanday bo'lgan? Shuning bilan Ahmet Pidoyini tillab juda mezgil G'ulomkam. Endi bu yerda mushundaq bir savollar vardı. Hem de bu komisyon kuruldu dedi. Bir yerde hem de Türkiye'den Kamer'de peyadimiz varken sap biz hem de asasiyetten tanıydıqallar, bazı hem tanımaydıqallar varken bu Kazakistan'dan mesela ismini unutup kettim, Tursun Mehmet Hacım deb bir qerindishimiz varken hem de bu komisyonni nihoyat hurmat bilan muomala qildik, hurmat bilan qabul qildik. Qanday bo'lmasin, niyat shu birlik barobarlikni o'ttirg'i chiqarish niyati bo'lgandan keyin bularning bu Sharq Turkiston surgundi hukumatini shu cho'ng bir xalq ega chiqqan hukumat qilish orzusi bo'lgandan keyin bizga o'xshash deb qildik, ammo bu yerda komissiondanmi xatolik o'tdi. Komissiondan o'tgan xatolik buyruq ohangini olib ketdi gaplar. Ayadagi qarorlarchi bu buyruq ohangi bilan bizning oldi bilan bizning Sharq Turkiston xalqininki psixologiyasini taz yaxshi tushunmaganlikdan deb qarayman. Masalan, shu Salih Xudoyorninki namoyish o'tkazayotgan vaqtlarda, namoyishga yeng boshlagan vaqtlarda, masalan, Salihni o'zinglar o'ylab beqinglar, dunyoning hamma yeridan voy Salih, Salihning shu mustaqillikni nishon qilgan namoyishlari xalqaro bir namoyishga aylandi. Dunyoning hamma yeridan 7 yoshdan 70 yoshgacha qo'llashga erishdi. Qachon keyniga dastidi degan vaqtida ikki narsadan birisi va Anvar Yusuf Turanininki inisi var. Nimeti ismi unutib qoldim. Bilal İbrahim Türkistani. Bu Bilal İbrahim Türkistani qerindishimizning shu mustaqillikka bo'lgan ishtiyoqini nihoyat hurmat qilaman. Yaxshi ko'raman bu inimizninki shu nimasini. Ammo nadin ketdi degan chog'da ay namoyishga ayqasang chiqsangmi chiqsa chiqmaydigan deb nihoyat eg'irliqi haqqa tahdid qiladigan gaplarni jiqishlatdi berdi. Chu u Salihning yinida turib qildi yosh gaplarni. Shuning bilan ashada bir xalqninki qalbini og'ritdi bu yerda. Ya'ni xalqimizning, bu Amerikadagilarning, Virginiyadagilarning bu namoyishga qo'llaylichu davatqanlarning mo'liqi va men nimanda qildi, sen kimding va menga bunda buyruq so'qadigan degan narsa bilan qasdan chiqmaganlarmi bor shu namoyishlarga. İkinci xatolik nerede oldu desem, G'ulom Usmon apandi chiqiblam, toza Salihning namoyishlari kuchlanib, toza xalqarolashib, bu bir xalqaroliq harakatga aylanay davatqa vaqtida Salihning oqisida kim bor deydi ekan, mana men bor deb chiqdi. Shu mana men bor degan vaqtida bu G'ulom Usmon o'ylamadiki, G'ulom Usmonni yaxshi ko'radigan odam bo'lishi mumkin, G'ulom Usmonga 3 odammi bo'lishi mumkin bu Sharq Turkistonlikning ichida. Shuning bilan
voy manimi bir o'z oldiga chiqqan bir noiti jigarlik bunda bola kelsak voy ma borkan-ku buning oqisida deb shuning bilan Solihning atrofidan odam uzoqlashga boshladi. Mushu bir misol. Ammo hukumatmi nima komissiyonmi nima qildi degan chaqda apla shapla chiqibla hurmat bilan bularga muomala qilayotganlarning po'qini qattirib qo'ydi Uyg'urchasiga aytgan chaqda. Masalan, bu yerda po'qini qattirib qo'ydi degan yerim sen kim u demidik biz hozirgacha. Biz uni demaymiz-da. Masalan, Anvar Yusuf shu yerga shu uningdan ig'irroq gapni qilibdi. Ya sen bu buyruqni so'qadigan kim u desa nima deydi bu komissiyon masalan? Bu yerda buni demidik. Hali hamma demaymiz. Amaliyotda mening arzuyim nima desam, Mamtimin A'la bu yerda yana aldiraqsonlik qilib qo'ydi. Bu komissiyondagilar. Asli bu komissiyon o 6 odammi 5 odam qurilibdi. Bu o o'zi qurib olgan 5-6 odam bilan bu ishlar hal bo'lmaydi. Bu her tarafdan Anvar Yusuf tarafdan 1 ya 2 odam ya o'zi yoki hukumatning hozir shu parlamentni boshqarayotgan bizning hukumatdan 1-2 odam İsmail Chingizninki ya o'zi ya yinidagi 5-2 odam buningga mushu komissiyon bilan billa bir safda harakat qilish kerak. Masalan, buning bir misoli Sharqiy Turkiston mustaqillik harakati Sharqiy Turkiston parlamentosininki qurultayini ochamiz deb g'avg'o bo'lib ketdi. Ahmadjon Osman nayt ig'ir bir siyosiy ahmoqlik xatolik bilan Sharqiy Turkiston parlamentini taqib etdik degandan keyin bu Sharqiy Turkiston mustaqillik harakatidagilar Fransiyada Sharqiy Turkiston surgun hukumatining qurultayini ochamiz deb tushdi. Shu açımız deb tushgan chaqda bu yerda biz ig'ir qattiq buningga o'zimizninki qarshiligini bildirdik. Ammo bu yerda Alloh razı olsun shu tashkilotdagi Seyit Tumturk qarindishimiz boshliq shu hozir shu Sharqiy Turkiston surgun hukumatining ichida millat vakili qarindoshlarimiz bor. Buning ichida masalan shu Fransiyadan Erkin Ablumet, Sharqiy Turkiston surgun hukumatining millat vakillaridan Osmanjon, şu Yaponiyadan Turmehmet Hashim, şu qarindoshlar bilan maslahatlashib biz 6 kishilik bir krizdan chiqish hayiti qurdik. Buning ichida hozir mush komissiyonning ichida o'rnayotgan Tursunmehmet Hashim bilan Qozog'istonlik Tursunmehmet Hashim bilan shu vaqtida bultu tanishdik biz. Yuztirani ko'rish baxmagan. Turmehmet Hashim mustaqillik harakati nomidan Turmehmet Hashim qo'shildi. Undan keyin Osmanjon. Biz tarafdan İlyas Samsettin efendi, men yana kim batdi? İlyarka men unutib qoldim. Alimjon Kurash Ataxon efendi va shuning bilan bu mustaqillik harakatidan 3 odam, Sharqiy Turkiston surgun hukumatidan 3 odam, 6 odam kelishish jarayonida bir-birimizning fikriga hurmat bilan, izzat bilan, adab bilan gapirish orqali oxiri nima degan chog'da mushu buzg'unchilikni fursatga chavirib Sharqiy Turkiston surgun hukumatining qurultayini Fransiyada shu mustaqillik harakatining yig'inida Sharqiy Turkiston surgun hukumatining qurultayini ochamiz degan bir ziyonkashlikning oldini oldik. Nima uchun degan chaqda niyat durust o'g'ashqa. Ashad Alloh razı olsun Tursunmehmet Hashim Qozog'istondagi Osmanjon, shu Turmehmet Hashim, Kurash Ataxon, İlyas Samsettin efendi, men hammamizning niyati durust o'g'ashqa ashadan oxiri ish nima bo'ldi desa chiroyli Fransiyadagi yig'in mustaqillik harakatining yig'ini bo'lib o'tdi. Hozirgi Sharqiy Turkiston surgun hukumatining ishchiga kirgan millat vakillarimi shuning mevasi, shu vaqtdagi birlashishning mevasi. Endi hali hamma bu komissiyon shu uslubni tutsa, har bir tarafdan vakil bilan suhbatlashish orqali har bir tarafninki birlashishi diplomatik uslub bilan bo'lsa, bu ish hal bo'ladi. Agar komissiyon qo'pib, yo'q bizning deganimiz pishqan, ma deganimiz bo'ladi, mushu yo'ldan mangsa, bu mangmasang bunda oldu desa, G'ulom Osmonning uslubi bo'lib qoldi bu. Bu ish hal bo'lmaydi bunda bo'lsa. U vaqtida Anvar Yusufning bergan javobini bizmi bermasligimiz mumkin, ammo bizmi deymizki, bunda bisim ishiltiversa, buyruq kelaversa, nima deymiz desang, sen kimting deydigan gap chiqdi oxirisi Uyg'urchasiga. Sen kiminga buyruq so'qsa deydigan gap chiqdi.
Seni kim sayladı bu komisyonga deydigan. Ama şu hürmetsizlik bop kalmaslık için komisyon mu özünün hürmetini bilip uslubuga dikkat kılış gerek. Eğer maksat mu şu üç tarafını birleştiriş olsa bir yerde halkı abay men degen kibirdin. Yani müşahede azıcık kibir var aşağıda bizden degenimizni kılsa deyiş. Kibir bu gayada nim boldu desen red kılış oludu. Kibir bu gayada mening degenimni kılsan degen diktatorluk uslubu işlengen yerde bununla karşılık oldu. Diktatorluk bu gayada karşılık olmasa adaletsizlik oludu. Yani adaletsizlikке ya karşı çıkamıga adam öz adaletsiz oldu. Demek bir yerde nime deyimiz degen çağda bunda bisim kileyverse bizim o Enver Yusuf'ninki uslubunu kullanmasak mı? Ya sen kimden qarindişin bu nimanda haddini bilmey nima so'zlayversa deymiz. Hozir hurmatini qilayotganimizda shu gap chiqib ketib qilish og'zimizdan chiqishi mumkin. Shuning uchun hamma odam haddini bilish kerak. Haddini bilib da'voning manfaati uchun yo'g'onchilikdan, kibrdan yenib o'zining asli shu komissiyonning maqsadi bu yerda haqlarga besim ishiltish emas, birlashtirish ekanligini unutib qolmaslik kerak. Şunun için komisyonun asli maqsadiga qaytishni, G'ulom Osmonning uslubi bilan bizning chopimiz, atimiz degan odamni chopimiz ya kesimiz degan ahang tonni yo'qotish kerak. Bu siyoset degan chog'da bu diplomatiyada shu tonga diqqat qilmagan vaqtida hatto ikki davlat orasida jidal chiqadi, urush paydo bo'lishi mumkin. Ammo shuning uchun bu yerda men hozir maqsad birlikni bir yerga keltirish, xalq ega chiqqan bir hukumatni bir yerga kelamiz deyish uchun oldi bilan o'zining davatgan gapining ba'zida yozgan bir maqoladimi nima ohangining qanday chiqayotganini his qila olamiz-ku. Ohangining nima bo'layotganligini. Shu yozgan narsa, chizgan narsalarda ohangiga diqqat qilish kerakki, qarshi tarafdan sen kim o degan gapni anglab qolmasin. Tamam. Endi bu komisyonning davatqini bütün xalq himoya qilgan, ya'ni xalq saylab chiqqan bir hukumat. Buningga sizlar qarshi emas. Chunki buningda sizlar davatsizlar shu nurg'un davlatlarda ondan millat vakili saylash ishini tunji qatim appagandan keyin saylangan millat vakillari bilan bu yig'inni ochamiz. Bu saylamni bu qurultayni apparimiz davosida. Shunga sizlarninki bu muddaringlar bilan komisyonning muddasi amaliyotda birdek. Hatta bu yerda nima yo'q, cho'ng farq yo'q. Ammo shu uslub, gap qilish usuli va yoki bu bir ishni, bir masalani hal qilish uslubi jihatda hamma odamniki qabul qilib ketaverishni natayin. Şuna hozir bu yerdagi hamda fikrim shu atrofda bo'lyapti. Ham bugun asosdan olmoqchi bo'lgan javoblarni oldik, maqsadga yetdik. Demakki unutulib qolma. Asli komisyon eng to'g'ri ishni qilaman degan bo'lsa, mushu qurultayga komisyondan oz deganda bir ikkisi Mamtimin A'lo o'zi yoki bo'lmasa Nurmamat Musabay shu Virginiyada bo'lgandan keyin Nurmamat Musabayni komisyonga vakolatdan bizning qurultayimizga aytish kerak. Shu yerga kelib qanchalik demokratik uslubda qurultay bo'lganligini, nima ishlarning bo'lganligini bu video orqali paranglashish boshqa, yuz tirani ko'rish boshqa. Asli komisyondagilarning Amerikadagi vakili Nurmamat Musabay bo'lgandan keyin kelish kerak. Masalan biz Rabia Qodirnimi hatta aldığı maşina ötüp ekilimiz dedik. Nima uchun degan chaqda bu yerda Rabia Qodirninki u hukumat bu hukumat demay hammanglar birlashinglar. Shu mustaqillik da'vosininki maqsadi nishoni uchun. Masalan Rabia Qodirga yillarcha men qarshi chiqib kelgan odamning birisiman. Rabimdan o'zimi biladi. Hatta Rabimdamni to'xtamay men tanqid qilib kelganning birisi. Nima uchun? Sharq Turkiston mustaqillik davosini Dunyo Uyg'ur qurultayini boshqargan vaqtida mustaqillik davosidan chettab ketdi deganligim uchun. Rabimdan mustaqillik bayrog'ini qo'lga olgandan tortib, Rabimdamninki fikrlarini hurmat qilishga boshladik. Nima uchun degan chaqda Rabimdam birlikni, barobarlikni saqlash uchun hammanglar bir yerga kelinglar dedimi? Biz qarshilik fikr bildirdikmi? Bildirmadik. Nima uchun degan chaqda komisyonni sen nereden qurulib olgan komisyon demedik? Nima uchun qalbiy niyati durust komisyon bo'lganligi uchun.
Shuning uchun asli komissiyonning odam avatish kerak. Bizning qurultayimizga odam avatib, shu yerdan naq maydondan kuzatish kerak. Komissiyon degan manda bo'ladi asli. Tamam. Bugun xalqimizga yana bu shu sizlarniki, ya'ni xalq saylab bergan vakillar bilan qurultay ochmoqchi bo'lgan tarafniki komissiyonning qarori bo'lgan ko'z qarashlarini anglab o'tdik. Ham shu qurultay haqida texmo tafsiliy uchurga erishgan bo'ldik. Programma xeyli uzurapti. Oxirida her ishkanlarniki ikki yurak so'zinglarni anglasak, andan keyin programmani oxirlashtirsak. Oxumdan kirgichorlikda men o'zimning yurak so'zimni dey. Yurak so'zim mishadan men birinchi bo'lib Anvar Yusuf apandiga, İsmail Chingiz apandiga, G'ulom Osmon apandiga, Ablat Nur apandini sanab jumsammi bo'ldi, chunki G'ulom Osmon apandining nima desa shuni qildigan hamda katibi Ablat Nur apandi, shuning ismini sanab jumsam G'ulom kam badiga yegi bardi, tudiga yegi turdi hamda. Shuning uchun hamda hozir bu G'ulom kamninki Anvar Yusuf apandilarninki İsmail Chingiz apandilarning yana bir qitim shu o'zidagi kibrdan tushib, shu hukumatni birlashtirish uchun sabrchanlik bilan ish olib berishini va G'ulom Osmon apandining helammi Sharq Turkiston surgun hukumatining millat vakili bo'lgandan keyin Sharq Turkiston surgun hukumatining 8-navbatlik oliy qurultayiga shu biz hammamiz belgilab qaror qilib tutgan shu mehmonxonaga 11-oyning 9-kuni 3 saat 3'ten keyin kirishga boshlaydi mehmonlar. Amerikada bilasizlar mehmonxonalarga soat 3'ten keyin kirgizishga boshlaydi. Balkim uyda tayyor bo'lsa, undan burunmi kirgish bo'lib bo'lishi mumkin. G'ulom Osmonning apandining uyi tayyor, Ablat Nur apandining tayyor, Salih Xudoyorning hatto o'tganda menga 8 mehmonim bor deganlik uchun hozirgacha Salih Xudoyorning mehmonlariga deb 4 uyni ayirib qo'ydik. Salih Xudoyorning o'zining taklif qilgan mehmonlar bo'lsa, hozir ismini oshkorlashni xohlamagan mehmonlar bo'lsa deb uni tayyorlab qo'ydik. Endi bu yerdan haq rostini demasak bo'lmaydi. Anvar Yusuf apandi Virginiyada yashayotgandan keyin Anvar Yusuf apandiga yotoq qilib qo'ymadik, hamda u shu yerda yashaydigan bo'lg'achqa, ammo Anvar Yusuf apandining ism kartochkalarini tayyor qilib qo'ydik shu yig'inga kelsa deb. Hatta İsmail Chingiz apandininki xolis qaysi davlatga berib kelaoladigan visi bo'lgandan keyin İsmail Chingiz apandini kapqasa degan narsa bilan ism kartochkalarini bostirib qo'ydik. Kurash Ataxon apandiga ayni vaqtda bu o'zining prezidentlikka nomzodligini qo'yishdan burunla bu hukumatninki saylam tayyorlik komiteti rais bo'lish salohiyatim bilan men Kurash Ataxon apandining taklifnomasini avatib bo'lgan. Kurash Ataxon apandi bu chaqqa balkim vizaga iltimos qilib bo'lgan bo'lishi mumkin va hali ham ulgurdi deb qarayman. Va yoki bo'lmasa qatnashamay qilib qolsa Kurash Ataxon apandi to'r orqali qatnashishni nihoyat yaxshi bo'ladi. Chunki biz bultoning yog'i bu hukumatning taraqqiyotining yana bir taraqqiy qilgan tarafi biz unda 1 yilda 6 oyda 1 yilda bir yakipli yig'in ichish emas, shu to'r orqali vaqti-vaqtida hukumatning yig'inlarini ichib turyapmiz hozir. Kurash Ataxon apandi albatta vizni ololmay qolgan bo'lsa, yig'inimizga to'g'ri orqali qatnashsa, biz albatta chin qalbimizdan buni kutimiz, umid qilamiz. Anvar Yusuf apandini, İsmail Chingiz apandini, Kurash Ataxon apandini, G'ulom Osmon apandini va bizning Sharq Turkiston surgun hukumatiningki hozirgi muavin bosh ministr va Amerika tashqi ishlar Amerikadagi bosh elchisi Salih Xudoyorlarning shu hammamiz belgilagan shu yig'in zaliga hurmat, izzati, ihromi bilan o'zininki shu yerda hozir bo'lishini, 11-oyning 9-kuni shu yerga yetib kelishini va erta qurultay degan kuni bo'lsa-mu hamma ishni yana boshqadan bir muzokaralashib, yig'inning kun tartiblariga kirgizdigan kamqaga yerlarini maslahatchi qilib 10-sila ichilish murosimimizni nihoyat g'albilik ichishimizni mishadan yana bir qitim hurmat bilan so'rayman va taklif qilaman qarindoshlar. Birlashish qayerdan boshlandi degan chog'da birlashish mana bugungi mushu taklifga ijobat qilish bilan boshlanadi.
Agar birlashib hukumatni birlikda ip barayli deydiganmiz, mushu qurultayga 11-oyning 10-kuni soat 8da shu mehmonxonada taq bo'lib bo'lish. Yo'q, men o mehmonxonada yatmaydim, men boshqa tuqqunimning uyida yatatdim deganlarga mayli. Bo'ladi, ammo 11-oyning 10-kuni soat 8da shu mehmonxonaning yig'in zaliga kirib bo'lish bizning birlikka qo'shgan birinchi qadamimiz va burchimiz deb qarayman. Bu mening so'zim. Rahmat. Elyer efendim bormi? Yana tamam. Elyer. Shundan burun jasorat agar bu savollar u bo'lgan bo'lsa, ama topdan Elyer efendi kirgichorlikda bu savollar bormi? Chunki ba'zida odam suhbatni tugatgandan keyin ba'zi savollar chiqib qoladi ekan. Onun için cevap bereydi adam kechikkan, shu bundaq bir qarab baqayli. Bir 2 minut. Sizga kelgan savollar bormi? Hem ko'pincha o'zining fikrini yozibdi, savol qo'yganlar peshida bo'lishi mumkin. Ana qarab baqay. Asasen yandaşlar özlerinin fikirlerini yazıptı. Şu komisyonun kararı hakkında ve yaki kurultay, açılmakçı olan kurultay hakkında koyulgan suallar asasen yok ki. Belki bu şu mümkün de hem de hazır kendi gelsen bu hazır pek 60'lık inkaz yazılıptı. Bulardan şeyde suallar beşidikleri kadar dikkat kılmaktı mı? Nimdeydi o? Vatan üçüncünün pida 90%. Asasen yok ya. Bu Elyer Efendi ne gitti? Bana geldi. Geldi mi? Benim bağlı telefonumdan ki miyitüyep gitti hazır. Kaydıdın çarşı kıldı. Ha tamam. Bayağı nim boyunca amdı programı 2,5 saat yapıp koptu. Ümit Efendi'nin ahırkı 2 cümle yürek sözünü anladık. Hem sizden ahırkı bir yürek sözünüzü bir anlasak kısa. Anladıkken programımızı ahırlaştırsak. Ha, rahmet. Yaxşı söhbət oldu. Sizge mi köp rahmet. Bütün halkımızdan muşu davaga egi çıkıp bu Şarkı Türkistan sürgünde hükümetini bir kılıç deydiğen arzu ümitlerinin əməlliğe işiğe Mehmet Bilektaşman kolumuzdan kelgen hessine koşumuz inşallah. Rahmet. Bugün belki bu 11. aydaki kurultaydan burunki ahırkı söhbetimiz bu qağısı. Çünkü sizlerden olacak tayarlıklar, işinler var, hem de yana çıkıp halkı uçur berdiğen belki bir narsalarni talashlar chiqadigan vaqtlar bo'lmaydi mencha. Agar tasodifiy bir ehtiyoj tug'ilib qolmasa, ekranimiz mishadi tamom. Bugun yana deydiganim oxirida sizlarniki 2,5 soatlik vaqtinglarni chiqarib suhbatga qatnashib berganinglarga, xalqimizga texmo tafsiliy usullarni berganinglarga rahmat. Bayağı deganimdek agar jiddiy ehtiyoj bo'lib qolsa, yana hozir turishinglarni umid qilaman. Oxirida ishkilinglarning teninglarga salomatlik tilagandan boshqa, shu 10-da ochilmoqchi bo'lgan qurultayga bo'lgan tayyorlik xizmatinglarga utuq tilayman. Hammanmu xeyli burunlar bilet ap bo'lgan, inshaalloh shu yerda bir quchoqlashib ko'rishib, shu qurultayni bir g'alabalik etiş nisp olsun. Rahmet sizlerge xayramiz, Allah'a emanet. Siz nəhayət yaxşı isimga saldınız. Hem bizning axborot sohasida ishlayotgan boshqa qarindoshlarimiz mi bor? Bu axborot sohasi degan betaraf bo'lish kerak. Oldingi qitim suhbatimizdami men shu Radio Free Asia'ningki to'g'risida gap qilgan edim. Erkin Asiya radiosu to'g'riliq. Yalnız Erkin Asiya radiosu emas. Bu yerda ham Sharq Turkiston davosida men
bir kişilik hissimizni qo'shayli deb mush tashviqot ishini ip berayotgan radio, televiziya, mush axborot vositalari bor hamda Uyg'urlarningki ip berayotgan. Shuning uchun mush axborotchilik betaraf degan axborotchi betaraf bo'lish kerak degan bir hukm nazariya bilan ko'z qarashda qaraganda dunyoning hamma yerida axborotlar asosiyatdan betaraf bo'lish kerak. Xitoydan boshqa diktator davlatlardan boshqa. Shuning uchun bu yerda taraf ayirmay shu tashviqot xizmati bilan shug'ullanayotgan qarindoshlarning Sharq Turkiston surgun hukumatiningki 8-navbatlik oliy qurultiyi 10-yil soat 9da bo'lsa 8da kelib naq maydondan shu qurultoyninki uchurlarini bevosita xalqimizga ham baharlab berishini xuddi sizga o'xshash shu yerda jasorat sahnasini hozirlayotganligingizga o'xshash boshqalarningmi to'xtamay bu haqda tashviqot ip berishni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Bo'ldi, rahmat. Endi bu qurultay ochgan ishkansizlar menimcha naq maydon tarqitishga chuqur mas'ul qilgan odamlar bo'lishi kerak. Shuni asos qilib turib, bu axborot sohasidan bardag'anlar va yoki u qiziqish bilan qiladiganlarmi xeyli bor. Bu yig'inning tafsilotini xalqimizga aynan yetkazish muhim. Ya'ni nurg'un davlatlardan vakillar albatta sizlarga o yig'inning natijasi qanday bo'lib o'tadi, uni ko'rish haqqi bor xalqningki. Uningki ishlar qanday bo'lishidan qat'iy nazar bu qurultayniki tafsiloti xalqimizga aynan yetkazilishi kerak. Shunga men bu qo'limda kelishicha tabii ki yetirishime ve başka kesiptaşlarının ve qarindoshlarımızın bu vaqtda özününki töhfasini qo'shishini albatta umid qilamiz. Xayr, Allohga emanet qarindoshlarim, aman bo'linglar. Yana bir qatim ko'rishguncha. Bo'ldi, xayr. Allohga emanet. Qarindoshlar, bugungi suhbatimiz mushagicha bo'ldi. Hamda boya deydigan gaplar hammasi deb bo'ldi. Hamda qayta bu yana bir haftadan keyin ochiladigan qurultoy haqida ortiqcha gap qilishning hojati yo'q. Hamma uchur ko'pchilikka yetkazildi. Yana deydiganimiz mayli komissiondagilar bo'lsin, mayli boya suhbatimizga qatnashgan ikki qarindoshimiz bo'lsin. Ve yoki shu Amerikada qurultoy ochimiz deb ketayotgan qarindoshlarimiz bo'lsin, hammasining o'rtaq orzusi butun xalqimiz qabul qiladigan, e'tirof qiladigan, butun xalqimizga bir ishlarni o'rtaq o'rinlashtira oladigan, chaqiriq chiqara oladigan shundoq bir kuchli surgunlik hukumatning dunyoga kelishi hammamizning o'rtaq orzusi. Hozir mayli qandaqlar bo'lmasin, har xil shakllar bilan bu tarafga qarab tirishib ketyapmiz. Bütün dünya Uyg'urlar tirishyapti bu vaqtda. Nima deganda bizga shundoq bir surgunlik hukumat hozir bakmo zarur bo'lyapti. Shunga bu haqda qarindoshlarim hammamizning qo'lidan nima kelsa ijobiy tirishchilik ko'rsataylik, salbiy emas. Oxirda kelibdi ochiladigan, bir hafta keyin ochiladigan qurultoyga muvaffaqiyat tilaymiz. Xayr, Allohga emanet. Gözlerimden döner gahi bıraktı. Bir Uygur gülümse çıraktı. Seviniştiğinizi taşar kırmaktı. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Seviniştiğinizi taşar kırmaktım. Ben
Ben seni şu kadar sevendim vatan, ben seni şu kadar sevendim vatan. Yağmur her kaçan dersen en güzel düşlerde gözüm var. Hıyallar her kaçan gezersen tamam, en güzel düşlerde gözüm var. Bağrımda kümülmek en güzel armağan. Ben seni şu kadar sevendim vatan, ben seni şu kadar sevendim vatan. Bağrımda kümülmek en güzel armağan. Ben seni şu kadar sevendim vatan, ben seni şu kadar sevendim vatan. Kuşlarga qaray men nimadur özlem, vatanim osmonidan kemikinda. Kuşlarga qaray men nimadur özlem, vatanim osmonidan her taş her giya. Ben seni şu kadar sevindim vatan, ben seni şu kadar sevindim vatan. Dıllarga tutuya her taş her giya. Ben seni şu kadar sevindim vatan, ben seni şu kadar sevindim vatan. Ben seni şu kadar sevindim bana, ben seni şu kadar sevindim bana. Ey Rahman.